Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Öz tarixini yozgan millat, öz taqdiriga ega chiqqan millatdir. Tarix faqat o'tib ketgan voqealarning tizilmasi emas, balki bir millatning mavjudlik guvohnomasi. Kimlik yildizi va kelgusiga yo'l boshlaydigan mash'ilidir. Yildizidan uzilgan daraxt qurib ketganidek, öz tarixidan ayrilgan millatmi boshqalarning yozgan yolg'on yovdaqlari ichida g'oyib bo'lishga mahkum. O'tgan 2 asrga yaqin vaqtdan buyon Uyg'ur tarixini ruslar yozdi, Xitoylar yozdi, g'arbliklar yozdi. Biz o'zimizni boshqalarning ko'zi bilan ko'rishga, boshqalarning qalami bilan tunishga majbur bo'ldik. Ammo bugun bu echinishlik davrning oxirlashganligiga shohid bo'lyapmiz. Bugun programmamizda butun umrini, ya'ni hayotining 30 yilini dunyoning har qaysi joylaridagi maxfiy arxivlarning chang to'zonlari orasida Uyg'urning haqiqiy kimligini izlash bilan o'tkazgan bir buyuk olimni mehmon qilamiz. U bir butun millatning yo'q deyilgan, bo'sh qoldirilgan tarix bo'shligini mana bu oldimizda turgan 13 tomlik zo'r hajmlik Uyg'ur umumiy tarixi asri bilan to'ldirgan. Birinchi va ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatlarining sirliq tugullarini pakit bilan yechib bergan tarixshunos, tarix fanlari doktori Nabijon Tursun afandidir. Bugün biz doktor Nabijon Tursun bilan bu 13 tomlik xazinaning qanday vujudga kelganligini, Sovet va Xitoy arxivlaridagi yoshirin haqiqatlarni, yosh avlodlarimizning nima uchun o'z tarixini bilishi shart ekanligi haqida suhbatlashamiz. Xush kelibsiz doktor. Xush bulduk, rahmat. Allah razı olsun. Qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Ko'p rahmat sizga. Sizlarning vaqt chiqarib meni ziyoratga taklif qilganingizga rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Haqiqatan biz uchun bundaq bir tarixiy bir millatimiz uchun qilingan bundaq bir buyuk asar vujudga chiqargan bir mehmon bilan albatta uzun yillardan buyon suhbat o'tkazish orzuyimiz bor. Bugungi nasib bo'ldi, albatta nihoyat iftixorlik ichida turyapmiz. Doktor ko'pdan ko'p rahmat. Ko'p rahmat sizga ham. Hurmatli doktor, hamda oldidan boshlab ketsak, shu sizni hamda muhojiratdagi bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, sizning nurg'un asarlaringizni orqali sizni millatimizning ko'pinchisi tunuydi hamda. Shunday bo'lsinmi? Siz bugun Istiqlol televiziyasining birinchi qatimliq mehmon bo'lib o'tiribsiz. Bugungi nasib bo'ldi. Shuning oldi bilan bundan keyin ko'radigan ko'rmalarimiz uchun sizni men shundoq bir sizni o'zim tunishtiray desam, men yana bir qancha minut so'zlasam bo'lgan darajada bakchiq. Albatta, nimamas bor, shuni o'z og'zingizdan bir anglagan bo'lsak sizni. Ko'p rahmat sizga. Bugun bu Istiqlol televiziyasining meni bu joyga taklif qilib, ayrim bir ziyorat, suhbat o'tkazishga o'rinlashtirganligingizga alohida rahmat aytaman albatta. Xuddi siz degandek uzun vaqtdan buyon bundaq takliflar kelgan bo'lsa-mu, turli sabablar tufaylidan bundaq bir fursat imkoniyat bo'lmagan edi. Bu qatim bundaq bir fursat bo'ldi. Albatta bu munoyiti zo'r men uchun yangilik. Albatta hamda sizni aytib yaxshi dedingiz. Hamda biz hayotimizning hozirgacha bo'lgan mush qismining ko'p qismini Uyg'ur xalqimizning tarixiy madaniyati, mana mushu sohasini o'rganish, tadqiq qilish, bilish yo'lida sarf qildik. Hayotimiz demak hozirgacha mana mushu yo'lda o'tdi. Chunki bir millat oldi bilan o'zini bilmoqchi bo'lsa, o'zining tarixini, o'zining o'tmishini, o'zining madaniyatini o'zini nihoyat yaxshi tushunish kerak. Tushunganda ondan o'zining kimligini tushuna oladi. Demak, bu nuqtani men xili burunlar, hatto shu o'smirlik davridan keyingi yoshlik davrlarimiz kirgan vaqtlardan tortibla ota-onamizningki ilhomi, shularning tarbiyasi ostida to'nib yetgan. Mana demak hayotimizning hozirgacha bo'lgan mana shu qismlarini shu sohaga bag'ishlab keldik. Endi men sizning so'rag'iningizda
Aldı bilan men qısqacha qilib o'zimni tanishtirib o'tay. Men o'zim Uchturpanlik. Uchturpanda tug'ilgan. Uchturpan degan nayti qadimiy bir jot. Bizningki Uyg'urlar elidagi Sharqiy Turkistondagi eng qadimiy shaharlarning jutlarning biri. 2000 yildan ortiq tarixiy bir musabaqasi var bir şehir. Ondan keyinki hayatımızdaki ösmürlük ve ballık devirlerimizni şu joyda o'tkazdik. Başlangıç mektep, o'rta mekteplerini, ma'rif terbiyesini şu yerda aldık. Ata-onamiz o'qituvchi, ma'rifatchi, ziyoli, oila cematimizden kelib chiqqandimi, ana shundaq ma'rifatparvar, ziyoli bir cemaat bo'lgan. Ularninki ecdatları, mesela benim ecdatlarım, bovullarim, momullarim hemmisi şu sabık Sovet İttifakı'nın Karakol, hatta Anjan, Farg'ona şu joylarda tug'an. Dadam tarafından bo'lsa bovullarimiz bu Qashqada şu yerda o'tgan Jiltizni hatta dadamning tekshirishicha şu Saidiyallar xandonligining Mirzla sistemasiga tava deb aniqlab chiqqan. Demek ki bizdeki ailemizde şahsen benim üzemden şu tarihimizde bo'lgan qiziqishning, o'rganish irodasining kuchi ishida bevosita men oldidan ustozlarim deb anam dadamni ayta olayman. Shulardan boshlab demek mektepni biz o'zimizning jutumizda Uyg'ur ana tilimizda elib, keyin ondan Beijingdagi Markaziy Millatlar institutida o'qib 81-85lar aralığında. Shu yerda Uyg'ur til adabiyoti bo'yicha Türk, qadimki Türk tili, qadimki Uyg'ur tilleri bo'yicha ustozlarimizdan bilim aldık. Bizning nayt yaxshi bilimli ustozlarimiz o'tgan edi. Hamid Temur deymiz, Tursun Ayub deymiz va boshqa nurg'unlagan ustozlarimiz. Ana shu ustozlardan yetishib chiqqan xeyli ko'p shogirdlar shu Turkiyada, Yevropada va boshqa ellarda yashaydi. Demek şu mektebini bütügendan keyin dastlab qadamda o'zimizningki tariximiz haqida nayt dastlab cho'nqur bilimlarga mana shu jarayonda ega bo'ldik. Qadimgi xalqimizning qadimgi Türk, Uyg'ur tarixlari, o'rta asrlar tarixi, Mahmud Qashqariy davri, Yusuf Hasajiblar, qadimgi Uyg'ur tilimiz, Türk tilimiz va boshqa nurg'unlagan Türk xalqlar, Türkshunoslik sohasining ilm tushunchalarini shu joyda oldik deb aytaman. Ondan keyin Ürümçi'de Şinjan Üniversitesi'de o'qituvchi bo'lib ishildim ko'p yillar. Aspirant oldum. O'rta Osiyo Uyg'ur falsafaviy ideya, tarixiy mavzulari bo'yicha. Ondan keyin hayotim 90-yillarda Sobiq Sovet İttifaqı yıkılmagan davrda Sobiq Sovet İttifaqı Fanlar Akademiyasi bu ham dunyodagi eng cho'ng kuchli ilm, sharq tadqiqot o'rinlarining biri hisoblangan Sharqshunoslik institutida Sobiq Sovet İttifaqı Fanlar Akademiyasining keyin Rossiya Fanlar Akademiyasi bo'lib ketdi, Sovetlar yıkılgandan keyin. Shu joyda 6 yildan ortiq vaqt ilm ta'sis qildik. Shu yerda men doktor unvonimni shu yerda oldim. Ya'ni Uyg'urlarning maxsus tarixi bo'yicha. Maxsus Uyg'ur tarixi bo'yicha, ya'ni tilshunoslik yoki adabiyotshunoslik degan sohalar bo'yicha emas, O'rta Osiyo Uyg'urlar tarixi bo'yicha, tarixiy manbashunoslik nuqtalari bo'yicha o'rganib, tadqiq qilib, necha minglagan parcha rus ve başka tillarda yazılgan kitaplarını, arxivlarını, konu klassik tadqiqotlarni, Radlov, Malov degandek tadqiqotchilar o'tgan hamdi. Qadimgi Türk tili, qadimgi Türk Uyg'ur davlatlari tarixi va boshqalar haqida. Shularning asarlarini cho'nqur o'rgandik va boshqa millatlarnikini o'rgandik, g'arb olimlarinikini o'rgandik. Shu o'rganish jarayonida demak biz bilimimizni shu yerda oldik. Şinjan Üniversitesi'de o'qituvchilab ishildim. Başqa neçələgən dövlətlərin universitetlərində dərs verdim. En axırda mana 2000 yıllardan başlap Amerikada işləb uzun məzgil Erkin Asiya Radyosu'da işləb. Şu yerdə radyonun baş muharriri olub uzun yıllar radyonun baş muharrirlik vəzifəsini ada qıldım. Ada qılıb bu jarayonda Uyğur tarixi, mədəniyyətinə aid köplügən proqramlarını tayyorladım. Köplügən tarixi şəxslərimizni ziyaret qıldım. Ulanın faktlarını aldım. Şu jarayonda ama bir gün mu gerçi keyinki hayat kısmı benim dastlab o'qituvchilik, tadqiqot hayoti bo'lgan bo'lsa-mu oliy maktabning. Keyinki qismi asosliq jurnalizm bo'yicha, jurnalistik sohasiga ko'chib ketdim. Ya'ni keyinki vaqtda men ham jurnalist bo'lib yetishib chiqdim desam bo'ladi. Demakki mening mana hozirgacha bo'lgan bu hayot musafim ilmiy akademik tadqiqot, universitet o'qituvchisi, axırda jurnalistika, matbuot sohasi şunun xadim bo'lib keldim, ammo
Үземнің, яғни Уйғур халқының тарихыға болған, Отыр Асия халықларының тарихыға, түрк халықларының тарихы, мәдениетіге болған үгініш, ізденіш, тәтқиқ қылыш еш қачан бір күнмі тоқтаған әмәс. Шуны тәп маңдым. Нәтижеде, демек, мұны мұшында мұсапаладың кейін, бұл 13 томлық Уйғур умумы тарихы езіп бүттіріліп, оның дәсләп қадамда манымаға 8 томы алдыңыздыке чықты. Әм қаған томлары езіліп болды, әмі тәхрірлініш, тәкшүріліш, ақырда чықырылыш басқышып тұрып атыды. Бұл жариянды мен дүнияның нұрғылыған, Европаның, Американың, үзем яшап атқан Америка дөлтіміздің тарих, Отыр Асия, Евро-Азия тарих мәдениетіге айет көп қытымлы халқара ilmi muhakeme жиғылары қатнаштым. Европадық ilmi muhakeme жиғылары қатнаштым университетінің. Ilgir кейін 60 қытымдан артық халқаралық чоң ilmi muhakeme жиғылада. Әлбәтте, бұның үшін Түркия ма ба? Hacettepe университеті дейміз ve başka üniversiteler ve başka orullarda. Şuna bulup Uygurlar tarihi ve medeniyet, Orta Asya tarihi medeniyetini öz içine algan aldı. 60 qatımdan artıq doklat verdim. Demek ilmi hayatım hazırca anaşındaq ötü deb sözləb bəsəm buldu sizge. Köp rahmet. Allah razı olsun. Elbette bunçilik molhusluluk bilen tolğan bir hayatını bir qancha minutda anlatış asla mümkün emas. Bu hayatın çoğlanması, bulup milletimizge qılınğan en çoğ netice aldığımızı turuptu. Hakikaten bu millet asla unutmaydı bunu elbette. Nayet bir baha bir güher aldığımız turuptu. Doktoram da şu sizinki şu Uygur tarihi 13'ten bütke vakti qılğan bir cümle sözünüz var. Uygur tarixini başqalar yezip beradigan 2 asrga yaqin davomlashgan davr oxirlashdi degan bu so'z men kirishdim azroq uchun chiqargan bo'ldim. Hakikaten ko'p ta'sir qilgan bir so'z menga bu shaxsan. Hamda bir insonning umrininki 30 yilga yaqin ajr qilinishi bu oson to'xtaydigan bir ish emas albatta. Hamda sizce bunu buncha uzun yil vaqt sarf qilib, shuni yezishga, ro'yobga chiqarishga turtki bo'lgan eng asosiy narsa nima? Hamda aytib muhim bir savolni o'tirib qo'ydingiz siz. Haqiqatan hamda mening kallamda burundan tatib bo'libmi shu universitet o'quvchisi davrimda mush tarix ilmiga bo'lgan Uyg'urlarning tarixi mushuni o'rganishga bo'lgan qiziqish jarayonida nayt ko'p asarlarni o'qidim. Keyingi bu ilmiy akademik sohaga kirish jarayoni, ya'ni bu deganim universitetni bitirish bilan bu akademiya tadqiqot sohasi bo'yicha aspirant, doktor aspirant bo'lib, u soha bo'yicha maxsus kasblashgan saviyada bir darajaga yetish shu ayrim bir bosqich. Mana mushu bosqichim jarayonida rus tilidagi asarlarni, ingliz tilidagi, turk tilidagi, xitoy tilidagi va boshqa tillardan ba'zi rus, xitoy va boshqa tillarga tarjima qilingan Uyg'urlar tarixi Sharqiy Turkiston, albatta Xitoyda Xinjiang deyiladi. Mana mushu tarixlarga oid yozilgan asarlarni o'qish jarayonida bir bo'shliqni his qildim. Bu bo'shliq nima desangiz, Uyg'ur xalqining shunchalik qadimiy bo'lgan Markaziy Osiyo turk xalqlarining eng qadimiy bir vakillarining biri bo'lgan. Ya'ni insoniyatning madaniyatiga bu o'tir asrlarda shalliq to'hpalarni qo'shgan bir bu büyük bir milletning xalqining tarixining to'liq mukammal yoritilmaganligini, buni yoritishning intayin muhim bir vazifa ekanligini, buni qandaqdir qisqacha bir tarix, Uyg'ur qisqacha tarixi yoki Xinjiang qisqacha tarixi degandek nomlar bilan emas, Uyg'ur xalqining umumiy bir tarixiy kategoriyasi, ramkasi nomi ostida mukammal eng qadimdan tortib shu bugunimizgacha bo'lgan davrlardagi har bir bosqichlarni sistemlik, mufassal shaklda bir yoritib berishning, shuning bir kartinasini sizib chiqishning intayin muhimligini 30 yillar ilgaridan buni tunib yetgan akademiya sohasida, Moskvada shu Rossiya Sovetlar Palla Akademiyasi, Rossiya Palla Akademiyasi vaqtimda his qilib shuningga kirishgan edim. Mana shu jarayonda bir kunmi mana mushu asarlarni yozishni to'xtatib qo'ymadim. San sanaqsız keç gündüzler şunun bilen ötdi, bika vaqtlarning hammasi shanba yakshanbaga dam olishlar, bir yoqdan o'rganish, bir yoqdan material to'plash,
Şular arqılıq ən axırda mana bu əsərlərni yazıb çıxdım. Qısqası gepimnin xulasasına kelsem, xalqımızın, Uyğur xalqının mana muşundaq öz tarixini müfəssəl, ilmi, akademik və obyektiv asasda, hissiyat, tuyğuları berilib ketməyən faktlar boyunca xalqni tərbiyələydigan, bildirdigan, düşəndirdigan, şuningdek yana dünya ilim sahasida mı itiraf qiladigan, dünya tarixshunoslik sahasida mı başqalar, tarixchilar o'qib buningdan manba sifatida foydalana oladigan bir asarni yoritib chiqishning nihoyat muhimligini tunib yetgan. Mana shu iroda bo'yicha kirishib, oxiri bu asarlar yo'riq chiqdi, albatta chiqyotdi. Mening asosi shundan kelib chiqqan sizning savolingiz. Albatta ko'proq tasvirlayaptim buni. Xulosa shu qiziqish, shu millat tarixini umumiy yoritib berish degan shu irodadan kelib chiqqan. Xo'sh, ko'p rahmat. Haqiqatan shu so'zlaringiz meni shu o'z vaqtida siz shu Sovetda o'qiyotgan vaqtida keyin Amerikaga chiqqanda bu vaqtda vatanda nurg'un turbatlar, munbarlar uchiqdi hamda. Shunday. Sizning ta'sirotlaringiz, yozgan maqolalaringiz pat-pat munbarlarda bo'ladi. Shuna aytib esil narsa yozdingiz. Shu kunlarga olib ketdim hozir. Haqiqatan o'qish hayotingizdan boshlab bu millatniki dardi uchun kuyayotganligingizni his qildirib turganingiz millatga. Doktor hamda shu kitob nashr qilinishga boshlagandan buyon bu kitobning xabarlari 2000, bizmi istiqlolda 2020da berib ekanmiz. 21-22 shahar tom 1-2 tom chiqqan hamon bir xabarlar chiqdi. Hozirgacha shu chiqqan xabarlarga qarasak, shu kitobni yozish, tahrirlash, hatto nashr mablag'ini hal qilish bo'lgan barliq jarayonlarni tanho yolg'iz o'zingizdan kelib berayotganligi tilga ilinib kelyapti hamda hozirgacha. Men buni ko'rdim. Bu jarayonda siz duch kelgan eng ig'ir masalalar, masalan, qiyinchilik yoki eng xushallanarli ishlar nima sizga? Endi xushallanarli ishni deyli oldi bilan adam xafa bo'ladigan ish emas. Xo'sh. Xushallanarli ish bu kitobni umumiy nuqtadan chaqda xalqimiz qo'lladi. Ya'ni xalqimizning chet ellardagi, diasporadagi Uyg'ur ziyolilarining, ya'ni kitob o'qiydigan angliq bir turkumdagi kishilarning kitobni setib olib, shu kitobni o'qiganning o'zi bir qo'llash hisoblandi. Albatta o'zining tarixini o'rganmagan, o'qimagan, uni chetga ishtirib etgan millatning umidi bo'lishi natayin. Ammo shu kitoblarni o'qiganning o'zi zo'r qo'llash. Shu tek-tek naganda meni eng xushal qilgan ish. Albatta bu jarayonda bu kitobning yo'riq chiqishi uchun, kitobning besilishi uchun, yo'riq chiqishi uchun kuch sarf qilgan, har jihatdan ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llagan nurg'un do'stlarimiz bor. Ularning hammasini bu yerda bir-birlab aytib o'tishga hamda kerak bo'lganda hammasini sanab beramiz u do'stlarni. Shularga alayda rahmat aytaman. Mana shunday do'stlarning bo'g'ini men uchun intayin zo'r xushallik bo'ldi. Çünkü bundaq bir əsərini yeziş ayrım, onu dünyaya çıxırış, yoruq çıxırış, o ayrım bir iş, vəzifə. Əməliyyatda həm də yaxşı bilisiz, bundaq zor həcimlik 13 tom, yoki 14 tom, yoki onundan tövən, bundaq zor həcimlik əsərlər, bundaq çoğ tədqiqat əsərləri deyəngə gayet zor məbləğ sərf qılınıb, dövlət, məlum bir orqanının məbləğləri sərf qılınıb, neçə onluğun tədqiqatçı alimlər birlikdə yazıb çıxadı. Bir institut, tədqiqat institutları, tədqiqat orulları qılıdı. Yəni, qaydı boyunca bununla neçə onluğun, bəlkə yüzləb adam qatnışışı mümkün. Mənim qıyğa işim, mənim boynumğa, zimməmə üzəm yükləyən bu vəzifə, ana aşındaq zor xizmətini üzəm bir təna yükləyən mən. Demek şunu dəsləb qədəmdə yoruq çıxadıq, çıxırvatımız, mana şunu qollagan dostlar var. Bulaq rəhmət eytimi. Hem de xapolaydıgan işler yok, elbette xapolaydıgan işler bolsa onu ayrım sözleşimiz. Buldu köp rahmet. Hem de bu əsrinizdə şu Sovet İttifaqının mutlaq məxfi arxivlərdən paylanğanlığınızı hem de til qaldığınızda bu arxivlərdəki qaysı uçurlar sizni ən qattiq hayran qaldırdı? Biz burun bildiğen mesela Uygurlar bildiğen qaysı nərslər mesela taşqi qaraşlarını tüptün özgərtə deb qaraysınız. Endi bu kitap dəsləb qədəmdə çıxan bu qismləri mana göz aldığınız turubdu. Bula Uygur umumi tarixininki 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci tomları. Cəmi 8 tom kitap bu. Xoş.
8 tom kitapның bu 5-6 tomi bu çıkıp olğanlarını dep ataman da albatta. Bu da mesela muşu ayının içinde çıkış aldı tuğan yana birisi var. Köz aldığımızda inşallah. Ayının ahırgıçı besilishi mümkün yoki yılның 1-ayının 5'ide beslik bo'lishi mümkün. Berip bolduq. Onu qo'shganda 9 bo'ladi bu kitap. Sırlık ölümler deganmi? Yo'q, o ayrım o ayrım. O ayrım kitap. Mana muşular endi nima deganda mana muşularning hammasi 20-asr tarixiga bag'ishlangan. Uyg'ur xalqining 20-asrdagi tarixi. 20-asrdagi tarixi deganda 1912-yili Manjur imperiyasininki Manjur Çin imperiyasining yiqilishidan keyingi Sharqiy Turkiston Uyg'urlar eli, Uyg'ur diyari mana mushu tuproqning Uyg'urlarni asos qilgan holda mushu tuproqning tarixidan tortib toki 1950-yilgacha bo'lgan tarix mana bu jami 9 kitobda bayon qilingan. Mushu jami 7000 betga yaqin bet mana mushuninga sarf qilindi. Endi qo'lingizdagi mana ko'z oldingizda mush kitobninki 5-6 tomi. Xo'sh. Bu 1931-yilda Qumul tog'larida boshlangan qo'zg'olon. Xo'sh. Ya'ni bu mana bu 5-6 tomda, mana 5-6 tomi. Bu 520 bet, bu 700 bet. Jami 1300 bet, mana 2 tom, 5-6 tom. Bu 1931-yildan 1933-yil 7-oygacha. Yani Xo'janiyaz hojimning Aqsudan Ürümchiga berib, Shingsasay shu vaqtdagi hukumatida, yangidan qurilgan birlashma hukumatda Ma'un rais bo'lib, Ürümchiga bag'ıchi bo'lgan arliqdagi jarayonlar 5-6 tomda bayon qilingan. Ya'ni Qumul tog'larida boshlangan Xo'janiyaz hojim qatorliqlar boshchiligidagi bu inqilob, anikin 33'deki Turpan vadisideki inqilablar Mahmud Muhiti, Maqsud Muhitilarning onun için Xotan'daki Muhammed Emin Boğra rehberligideki Qashqadagi bu Tömürbek ve başka Aqsu taraf, Kucha tarafdan kelgan qo'zg'olonchilar bu joyni egallash. Ondan keyingi bu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilishi, ondan keyin Urumchidagi bu kurashlar, Majungying bilan bu Shingsay o'ttirisiga to'qinishlar, Majungying bilan Xo'janiyaz hojim orasidagi ixtiloflar, Sovet ittifoqining tashqi siyosiy strategiyasi va boshqa nurg'unlagan mazmunni o'z ichiga olgan mana shu 1300 bet atrofidagi bu sahifa ana shu 1931dan 33-yil 7-oygacha 34-yil 7-oygacha bo'lgan tarixga bag'ishlangan. Ya'ni Sharqiy 6 tom maxsus Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati tantanasi va tragediyasi. 5-tom Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati va Uyg'ur milliy gullanish harakatlari degan mavzuda. Uyg'ur umumiy tarixininki. Umumdan Uyg'ur umumiy tarixi har bir tomning o'zining ayrim yana nomi bor. Shu demoqchi. Yoritilgan buningda. Demak, mana mushuni yoritish jarayonida men Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini mana 700 bet buning davlatchilik sistemasi, qonun, uningki qurilmasi, qurilishi, mag'lub bo'lishi va boshqa ichki tashqi omillar hammasi tafsili bayon qilingan 6-tomda albatta maxsus 700 bet. Mana mushularni yozish jarayonida mana bu qismida men nurg'unlagan Sovet arxivlarini ko'rdim. O'zimda materiallardan foydalandim. Bu Sovet arxiv materiallari nima desangiz, Sovetlar ittifoqining 28-yildan tortib toki 33-yil 7-oygacha bo'lgan araliqdagi shuningga oid qismini ayirib chiqib, uningda Sovetlar Kommunistlar partiyasi markaziy komiteti, Stalin hukumati nima uchun bu Sharqiy Turkiston inqilobiga qanday pozitsiya tutdi? Kommunistik internasional degan ular nima harakat qo'llandi? Sovet Kommunistlar partiyasi markaziy komiteti nima uchun bu Xo'janiyaz hojiga yeniga tortish, bu Xotan inqilobchilari, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qo'rg'uvchilari Sabit Damollam qatorliqlar qanday pozitsiya tutdi? Andan keyin bu Urumchidagi Majungyingga qanday pozitsiya tutdi? Shingsasayga qanday pozitsiya tutdi? Nima uchun bular Xo'janiyaz hojimni emas, Majungyingni emas yoki boshqasini emas, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Uyg'urlarning mustaqillik harakatlarini emas, aksincha Urumchida Shingsasayni yo'lab turg'izib, uningga harbiy, moddiy, ma'naviy siyosiy jihatdan uni tiklab turg'iz degandek, nurg'unlagan shu tashqi strategik masalalar shu 5-6 tomda bayon qilingan. Ya'ni bu uchun zo'r sondagi Sovet arxiv materiallarini ko'rishga to'g'ri keldi. Mening rus tilini mukammal bilishim
Bu mana şu manbalarni kecha-kunduz o'rganib, to'plab, tadqiq qilib chiqishim, uni Uyg'urlarning o'zimizning tarixiy materiallari, o'zimizning asli millari turlik va boshqalar bilan birlashtirishga, ana degan shuning bilan birlikda Tayvandagi Gomindangning arxivlari, ana degan shu vaqtdagi Urumchi hukumatiga tava bo'lgan ba'zi arxiv uchurlar va ular bilan selishtirib, noqullam, buningda bunda deyilganlar emas, selishtirib analiz qilishga muvaffaq bo'ldim. Mana mushular buningda albatta mao kitobningki 7-8 tomi bo'lsa, mana bu 7-8 tomi, bu o'zi 800 necha bet, 7-tomning o'zimi 900 bet har birisi. Mana bu ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti 1944-yildan 49-yilgacha G'uljini markaz qilgan, boshda Ilxon To'ri, keyin Ahmadjon Qosimiy rahbarlik qilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston mustaqillik inqilobi ikkinchi qatimliq. Shu bayon qilingan. Bu jami mana 7-8, 9, 10 qo'lingizdagi ana shu tomlar 12. Mana mushu tomlarda 6 tomda toki 1950-yili Xitoy Xalq Cumhuriyeti qo'shinlari, ya'ni Xitoy kommunist qo'shinlari, shu chaqdagi ozodlik armiya deb atalgan. Bularning Sharqiy Turkiston, ya'ni Xitoylarning atishi bo'yicha Shinjongga kirgan, shu vaqtdagi o'lkalik Urumchi Shinjong Burxon Shahidi hukumatining taslim bo'lishi, Ahmadjon Qosimiyning G'uljidagi Ahmadjon Qosim boshliq Sharq Turkiston inqilobi hukumatining ularning oxirlashishi, ularning o'limi, sirliq qatorliq nurg'un mazmunlar. Uning oldidagi Cumhuriyetning qurilishi 43-yildan tortib Azadlık Teşkilatı hareketler, Altay'daki Osman Batur'un hareketleri, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin devletçilik sistemisi, maliye sistemisi, medeniyet sistemisi, marif sistemisi, harbiy kurulmuşu, Sovyetlerinin siyaseti qatarlıkla tashqi siyaset, şu vakti xalqaro münasebet toqunuşları, 2. Dünya Urushidan keyinki ve 2. Dünya Urushi mezgildagi dunyoviy toqunuşlar, muşlarning hammasi 6 tomda bayon qilingan. Bu o'zi jami 4500 bet etrafida. Sayfa. Mana bularning hammasida 43-yildan tortib toki 49-yilgacha bo'lgan Sovetlarning arxiv materiallari, nurg'unlagan arxiv hujjatlar, 150 parchadan ortiq arxiv hujjatlar buning kirgizildi. O'zimizning tarixiy manbalari bilan u hujjatlar selishtirildi. Amerikaning tarix hujjatlaridan foydalandi, Tashqi ishlar ministrligining, Tayvandagi Gomindangning arxivlaridan foydalandi. Shu har xil materiallar o'zaro selishtirilib, Uyg'ur materiallari bilan birlashtirilgan asosda tahlil qilinib, nuqul holda ko'chirib tokkida qo'ymasdan analiz qilinib, shu masalalar haqida yakun chiqarildi. Mana mushlarning hammasida men shu Sovet arxivlaridan nayti ko'p foydalandim. Albatta buningda Amerikaning arxivlari, Xitoyning Gomindangning shu vaqtdagi arxivlari, Nanjing hukumatining. Uningdan boshqa Angliyaning arxiv hujjatlari 30-yillik Cumhuriyet haqida. Shuningdek o'zimizning Uyg'urlarning tarixiy shahidlarning aslimillari 44-49 inqilobda shu inqilobga bevosita qatnashgan, rahbarlik qilgan. Masalan, Abdurahim Mahsum Ibrohimga o'xshash davlatning bosh kotibi bo'lgan. Bundaq odamlar birinchi nomerlik shaxs bo'lmasa-mu, davlatning ikkinchi nomerlik shaxslar hokimiyatning. Ular jiq voqealarning shohidi. Shundaq odamlar bilan o'tkazilgan suhbatlar, naq faktlar birlashtirilib yozildi. Demek bu kitapның bir özgeçiligi ana şu arxiv materiallardan foydalanish. Bunun için keç gündüz ularni izlashga, o'qishga nurg'un yillarni sarf qilishga to'g'ri keldi. 90-yillardan tortib men shularni to'plashga, o'rganishga vaqt sarf qilgan edim. Mana shular birma-bir bu kitoblarda birisi oldimizda turibdi. Albatta 19-asr qismida Charusiyaning ba'zi arxiv hujjatlaridan foydalandik. Masalan, İli Sultonligi, Yaqub Begning 7 shahar davlati, mana bunu bayon qildigan tomlarda shu vaqtdagi Charusiya, Rossiya hukumatining tashqi siyosati, Angliya hukumatining Britaniyaning siyosatlarini bayon qilganimizda Rus arxiv materiallariga tayinishga to'g'ri keldi. Xo'sh. Va endi kitoblardagi voqelikning tashqi siyosiy taqdiriga munosabat qismlarida biz shu arxivlardan foydalanamiz. Arxiv hujjatlarni ko'maytirib, birinchi qo'l materiallarni masalan hukm chiqarish, to'g'ri. Nima deymiz? Nima deymiz? To'liq mukammal bo'lishi notayin. Shuning uchun arxiv hujjatlarningki bundaq asarlarni 20-asr tariximizni yo'ritishdagi roli noyati cho'ng. Hamda qadimgi davr tariximizni olganda u tarixiy manbalardan foydalanamiz. U ayrim. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat haqiqatan. Ya'ni noyati zo'r bir tirishchanlik inson anglasimi vaqa
qiyinchiliklar qaldırsa kilde bunca ola arxivlarning ichida hamda Allah razı olsun. Hem yuqori so'zlab o'tganingizdek mayli Sovet arxivlari, Amerika, Tayvandagi mushu arxivlarning ichida hamda bir-birisiga selishtirib qilganligini tilga oldingiz hamda. Mushu arxivlarning ichida masalan o'xshash bir voqeaga farqli bir-biriga zid bo'lgan qarashlarni albatta uchratgan bo'lishi mumkin. Buni qanday bir taraf qildingiz? Masalan, o to'g'ri dedingiz. Masalan, misolga olsak 44-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini deylik, masalan, shundaymi? 44-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilgandan keyingi masala haqida, masalan, buni tashqi jihatdan tashqi kuchlar, davlatlar buningga qanday qaradi bu hukumatga, bu davlatga, bu inqilobga, shundaymi? Shu vaqtda Gomindan Xitoy hukumati deydi, bu G'oljidagi bu bir top banditlarning harakati deb e'lon qilganda ular. Banditlarning harakati, G'olji banditlari, ili Rus banditlari, Sovet Rus banditlari, Qozoq banditlari degandek nomlar bilan atagan ular. Ular hech qachon Gomindan hukumati, ya'ni raqib davlat, o inqiloblarni bu bir inqilob, bu bir inqilob, mushadagi xalqning o'zini o'zi ozod qilish, o'zining mustaqil davlatini qurish, o'ziga o'zi ega bo'lish haqqoniy harakati deb qaramagan. Bu besavag'uvchilar, mustamlik qilguvchilar, o mustamlik qilinuvchininki harakatini hech qachon ijobiylashtirmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Shu vaqtda Gomindan hukumati boshdan oyoq bir tarafdan unda haqorat nuqtasidan qarasa, ikkinchi bir tarafdan uni Sovetlarning kuch ko'rsatishi, Sovetlarning o'yini, Ruslarning bu bir qo'ldagi o'yinchoq deb tashviq qilgan. Yoki bo'lmasa Sovetlar buningga qo'l tiqqan, buni qo'zg'agan deb dunyoga shunday e'lon qilgan. Chunki Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Sovet ittifoqi, Amerika, Angliya, hatto Xitoyning bor shuning uchun bularning hammasi fashizmga, fashistik davlatlarga qarshi ittifoqdoshlarga aylangan. Ayaqda Hitler Germaniyasiga qarshi, bu yoqda Yaponiyaga qarshi bular hammasi ittifoqdosh davlatlar, Amerika bular. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy Gomindan hukumati butun kuchi bilan G'oljini Sovetlarning o'yini deb buni qaralab, ko'ptirib yoki bo'lmasa tashviq qilishga tirishganda bularning hammasini. Mana mushu masalalarni biz undaq emasdi. Buning asli reallik mavo. Bu yerda xalqning haqqoniy bu bir harakati bu. Bu kurash asli mundaq bo'lgan. Hamma narsani Sovetlar qilib bermagan. Hammani Sovetlar o'zi qo'l tiqqan emas. Bu narsani tayyor bo'lgan narsaga yordam beramiz degan nomda uningga kuchlantirgan, ilhomlantirgan, qurollantirgan yoki yordam bergan o'zining manfaati uchun foydalangan degan nuqtani ko'rsatishimizda biz Sovet arxivlaridagi naq hujjatlarni izlaymiz. Masalan, bu hujjatlarning ichida Sovet Kommunistlar Partiyasi Markaziy komitetining 1943-yil 4-oyning 5-kuni olgan maxfiy qarori bor. Bu maxfiy qarorda Şinjangdaki, mushu Şinjang deydi ulamdi. Mushu xalqlarning, yerli xalqlarning milliy ozodlik harakatlarini qo'llash, uningga yordam ko'rsatib, Shingduban, Shingsisay hukumatini ag'dirib tashlash. Buning uchun yerli xalqlarning, millatlarning milliy ozodlik harakatlarini qo'llash degan qarorlar. U qaror bo'yicha turli moddalar, masalan, guruhlarni ta'sis qilish, tashviqot varaqlarini taqitish, harbiy guruhlarni qurib chiqish degandek turli moddalar bor. Bularning hammasi albatta mening bu maxfiy hujjatlar, qarorlar mana bu 7-tomda Sovet arxivlarining rus tilidan bevosita tarjima qilinib, shu hujjatning to'liq nusxasi rus tilidan Uyg'ur tiliga bo'lgan tarjimasi qaysi arxiv nadan ilingan to'g'ri tarjimasi bilan 7-tomga kirgizildi. Mana buning ichida bor bularning hammasi. Nurg'un Sovet arxivlarining mana shu arxivlarni ko'rgandan keyin endi bularning degani bo'yicha qarab turmay, shu vaqtdagi Amerikaning masalan Urumchidagi bosh konsuli Amerikaning tashqi ishlar ministrligiga yo'llagan, Nanjingdagi, Chongqingdagi Amerika elchixonasiga yo'llagan reportlari va G'oljida mundaq harakat bo'ldi. Xitoylar mundaq da'vatadi, bizning ko'zatishimizcha mundaq degan Robert Wartning mana shularni selishtiramiz. Anadan keyin ba'zi arxivlardagi ba'zi voqealarni bilishda qaysi chislada, qaysi kunda bo'lgan deganni yoritishda, masalan, bevosita Sovetlar o'zi aralashgan, o'zi Sovetning shu vaqtdagi vakillari ko'rib chiqib, yo'llagan dokladda manchin chislar bo'ldi deyilgan bo'lsa, ma keyingi bizning aslim yozuvchilar ko'pincha chislalarni esidan chiqarib qo'yib, aslimlarda chislalar xato bo'ladi anaqa. Kullar. Biz mana shu arxivdan ko'rimizda,
Мәсәлән, Кәңсайда bu Гоминдан qoşulları, Şərq Türkistan qoşulları arasında uruş partlagan bolsa, Kəngsaydıkı uruşlarning jarayoni haqida hech qandaq bir oy kunlar haqida tafsili ma'lumot yo'q bizninkida, Uyg'ur manbalarida. Endi biz buni qanday bilamiz? Buning uchun Sovet arxivlarida yollangan raportlar bor da. Kəngsay Palaniyada Liskin Palanning komandirligida jang bo'ldi degan. Buning kim aralashdi degan. Uni ko'rib turib, ulavli selishtirimiz Amerikaning yollagan raportlaridami, uningdami cheslalar ba'zi aydın. Eng mühimi şu vaqtda Gomindanning harbiy istixborot arxivlarida Xitoy qo'shinlarining komandirlari Sharq Turkiston qo'shinlari bilan jang qilgan, urush qilgan. Ular har bir urush harakatini o'zining yuqori qo'mondonligiga doklad qilib turgan ular. Manchinchilar, manchilik bo'ldi, manchilik banditlar urushdi, u bu degandek ma'lumotlar. Endi biz uning qarab turib, ma vaqa, ma chisladi bo'ldi. Bu vaqada manchilik odam bu urushda ikki taraf bir-biri urushdi degan masalalarni aydınlaştırırız. Mana bu arxivlarninki yeni bir paydalanadigan roli. Men demekmiş kitaplarımda şu nurgun yıllarni, ay kunlarni, hatta orullarni vaqalarning. Çünkü bu kitaplarda san-sanoqsiz orullar bor, joy ismlari bor. Masalan, birinchi, ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyatiga oid mana bu 7-8 tomlarda ili viloyatining yezi qishloqlarining san-sanoqsiz ismlari bor. Tağ, daryolarning. Bazı isimler Xitaycha etilgan, onun Uyg'urchasi nima, uni tep chiqish kerak. Mana bularning hammani to'g'ri bekitishda ana shu naq arxiv hujjatlar. Mayli qaysi tilda bo'lsin, ular nihoyat muhim foydalanish qimmatiga. Demak, men bu asarni yozishda qandaqdir roman yozgan romanchilar, yozuvchilarimizning aloyligi ular bir nimani tutib olsa, o'zi to'qiydi uni. Shundaymi? Badiylashtirdi uni. Qahramonlarni so'ziltalaydi. Men qahramonlarning tarixiy shaxslarimni kitobdagi bu odamlarni qalaymiqan so'zlashsam bo'lmaydi. U demagan gapni men o'zim to'qib chiqsam bo'lmaydi. Men naq faktni yozishim kerak. Shuning uchun bu hamma narsani izlanishga, o'rganishga qattiq o'ltirishga to'g'ri keladi. Bir yozuvchi, bir tarixiy roman yozuvchisi bir asari uchun 2 soat vaqt sarf qilgan bo'lsa, men shu voqelikni yoritish uchun 1 oy vaqt sarf qilishim mumkin. To'g'ri yoritish uchun. Shuning bilan chiqadi. Tarixiy, ya'ni arxiv materiallarning roli shu. Endi uni yana ayrim so'zlasak bo'ladi albatta. Yuqorida deb o'tganingizga mana shu masalaga Xitoyga albatta Gomindan bo'lsa-mu, bandit u bu degandagimda sifatlaydan o'ziniki dokumentlar. Albatta ular shunday. Mesela Amerikaning, Sovetning bulardamda aşağıdaki inqilob qilayotgan, jang qilayotgan bu xalqni nima deb sifat? Bak to'g'ri savol qo'ydingiz. Buning da Sovetning arxivlarida, hujjatlarida haliqi keyingi tarixchilar yozgan emas, shu vaqtdagi G'uljiga Sovet ittifoqi evatgan harbiy maslahatchilar bor. 1945-yili, 44-yili 12-oyning 26-27 kunlarida mening o'zimning arxivlar bo'yicha aniqlab chiqishimcha, Sovet ittifoqining Moskvadan bevosita 2 general kelgan. O 2 generalning yana uninki gruppasi bor, 5 kishilik. Birisi general mayor, birisi general leytenant, qolgan 5i polkovnik, podpolkovnik deymiz. Darajalik ofitserlar. Bular G'uljida turib, Ilhon To'ram rais jumhuriyati ko'rishib, G'uljida Sovet ittifoqining vakillari sifatida ularga harbiy siyosiy maslahatchilik qilgan. Ular kunda degidek Ilhon To'ram shular bilan ko'rishib turdi, ahvollarni so'zlashib, fikr almashtirib turdi. Ba'zi urush ahvollarini ular bilan so'zlashdi. Uçaqlarda Sovet ittifoqi hech qandaq Sharq Turkiston inqilobchilariga umumiy yordam bermagan ular. Zo'r qo'shinma kirgizmagan, oz sonlik qurollarni tog'da qo'yliga, buningga almashtirib berganini hisob qilmaganda ko'p qurol bermagan. Bu qurol berish, yordam berish 45-yilning 6-oylaridan keyingi ish. Askariy kuch evatish, odam evatish. Mana bu maslahatchilar maslahat berish jarayonida ular kundilik o'zining ishini Moskvaga doklad qildi. Telegram berdi. Bunun birisining ismi general Ignarov, yana birisining ismi general Alexander Vasilyev deydi. Nima Alexander Ivanovich Lanfang deydi. Aning Vladimir Stepanovich Ignarov deydi. Aslında ularning hammasining ismlarini bilmayman. Bu nima odamlar? Bular burun nima ish qilgan, ularning hamma narsalarni ham unimi o'rganib, tadqiq qilib chiqdik-da hali. Tokkidlam emas bularni. Bu adamlar kundadagidek, 2 kundadagidek bütün G'uljida bo'layotgan harakatlarni, o'tkazilgan suhbatlar, o'zining nima deganligi, ularning nima deganligi Ilhon To'rning va boshqalarning ichki tashqi ahvollar, urush ahvollarini Moskvaga
Şu vaqtdagi Sovet İttifaqının tashqi ishlar, nima, ichki ishlar xalq ichki ishlar ministri NKVD deymiz. Şunun başlığı Beriya orqali Sovet ali rahbarlar Stalin, Molotov qatorliqlar yo'llab turgan. Demak, bu inqilobning boshlanishidan tortib oxirigacha butun jarayondan Moskvada Stalinlar bilib turgan buni. Mandaqiliqi. Ko'ngil bilgan ular nima ish qiladi degan. Yo'llagan bu raportlarda hammasidan qaraganda ular boshnayoq Sharq Turkiston inqilobini ijobiy nuqtadan qaragan. Ular unda bandit bu demaydi. Ularning atalg'ulari Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston hukumati degan iboralarni ishlatgan. Bugun Sharq Turkiston Cumhuriyeti raisi Ilhon To'ri Shakirxo'ja, uni Shakirxo'ja deydi. Shakirxo'jayev bilan ko'rishdik. Suhbatlashdik. Sharq Turkiston inqilobiy rahbarlari undaq qildi. Andan keyin Sharq Turkiston qurolli kuchlari bundaq qildi. Andan keyin yakun bo'lsa qo'zg'olonchilar bugun Poloniyaga hujum qildi. Degandek atalg'ularni ishlatgan. Amerikaning, G'arbning, Angliyaning arxivlarini bor albatta bu yerda. Ularning hujjatlarida bo'lsa, bu qo'zg'olonchilarni, bularni qo'zg'olonchilar, kurashchilar, fidoyilar degandek atalg'ularni ishlatgan. Andan keyin Sharq Turkiston hukumati, Cumhuriyeti, qo'zg'olonchilar hukumati, keyin bo'lsa G'ulji hukumati, Ili hukumati degandek atalg'ularni ishlatgan. Ularni undaq, ammo bularni bandit, qaraqchi deb atash, o Xitoy gomindangchi, Xitoylarning atishi. Bularning hech kim o inqilobni haqoratlaydigan yoki uni tushiradigan atalg'ularni ishlatmagan. Demak, biz kitobimizda, demak, kitobda mana mushu atalg'ularni qanday qo'llangan bo'lsa, biz tirnoq ichida shu petim oldik. Elish usulini qo'llandik-da. Bu chaqda asarning chilligi. Ana shunday qildi. Ko'p rahmat. Endi yuqorida so'zlab o'tdingiz shu 33-yili qurilgan birinchi Cumhuriyetning keyin shu 5-6 tomlarda bu tilga ilinganligini. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining ki biz navbatda normalda xalqimiz yani buning ömrüning nihoyatda qisqa bo'lganligini tilga o'tamiz hamda. Lekin hamda sizga ham shu qisqa umrlik deb qaralgan bu Cumhuriyetning ki Uyg'urlarning zamoniy shu siyosiy engida qandaq tubdan o'zgarish yasagan bir bosqich deb qaraysiz. Endi albatta sizning bugungi suhbat temamizdan biroz mazmun doirasi kengaygandek his qildim bu so'zingizdan. Sharqiy Turkiston bu 33dagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti. Bu tegitek naganda Uyg'urlarning, Uyg'ur xalqini asos qilgan, bir gavda qilgan şu vaqtdagi musulmon xalqlarining bu Sharqiy Turkistonda yashagan musulmon xalqlarining bir qatimliq bu milliy ozodlik, milliy mustaqillik harakati, milliy istiqloliyat harakati bu. O yolg'iz birlam Uyg'urlarning emas. Hammasi bunun qatnashgan. Qirg'izmi qatnashgan, qozoqmi qatnashgan. Dastlabki vaqtlarda mening tushunishimcha, Tungallarmi dastlabki vaqtlarda qo'zg'olonga shunday shaklda qatnashgan. Keyin o turli sabablar tufaylidan bularning xarakteri o'zgarib ketdi buningdagi. Shuning uchun uning yana ayrim baho beramiz albatta bu masalaga. Shu davrning sharoiti bo'yicha Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hamda shu vaqtda qurilgan bu O'rta Osiyo, butun hatto shu G'arbiy Osiyo mushu rayonda birdan-bir qurilgan dastlabki bir cumhuriyet bu. Mustaqil cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyetidan keyin qolsa Cumhuriyetçilik devlet şekli bilen tuzilmasi bilan qurilgan shu davrdagi tunji bir musulmonlar Cumhuriyeti Atatürk'ning bu Türkiye Cumhuriyetidan keyingi Cumhuriyet Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Bu O'rta Sharq rayonida Arablarningki Cumhuriyetlari Sharqiy Turkiston Cumhuriyetidan keyin o'ttirga chiqdi. Ba'zilari hatto 50-yillarda o'ttirga chiqdi bular. Shundaymi? Shu vaqtda birdan buni men tekshirgan, buni tekshirib Bunu seliştirip ben 15 yıllar ilgirla Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining musulmon dunyosidagi O'rta Sharq, Markaziy Osiyo rayonidagi birinchi musulmonlarning bir cumhuriyetchilik shaklidagi birinchi cumhuriyet davlati deganni men shu chaqda o'ttirib qo'ygan edim buning oldida. Chunki boshqalar Iran ba o vaqtda ularning hammani selishtirib ular cumhuriyet nimasida emas ular. Padishahlik, xalq ular hukm bo'yicha. Hamda bu cumhuriyetning qurilmasidan qaraganda bu 6-tomda men buni tafsili yoritdim. Cumhuriyetning hakimiyet kurulması,
tashkiliy qurilmasi, davlatchilik qurilmasi, davlatchilik nazariyasi, davlat siyosiy ideyaviy nazariyasi, hokimiyatni tashkillovchi guruhlar, uning millat, etnik tarkibi qatorliqlarning hammasini bu 700 betdan ay tafsili birma-bir yoritib chiqqan buningda. Buni hamda keyin ayrim bir suhbat qilganimizda ayrim deyishamiz bu temini. Umuman olganda bu tek-tek olganda Manjur imperiyasi Sharqiy Turkistonni besib elib, bu joyga Xinjiang degan ismni qo'yib, yangi zamin, yangi o'lka, yangi besib olingan rayon, yangidan mening tuproqimga aylangan joy degan ma'noda tek-tek olganda bu. Shu ismni qo'ygandan tortib, qo'ygandan bu yanqi birinchi qatimliq mustaqillik, istiqloliyat, ozodlik harakati bu. Uni shu vaqtning o'zida bu inqilobni shu vaqtdagi kommunistik internasional deymiz, Moskvada sharq xalqlarini mustamlikchilikdan qutuldirish degan shuar ostida bu g'arbga qarshi harakat qilgan. Shu tashkilotlarmi va boshqalarmi buni milliy ozodlik harakati deb atagan. Milliy mustaqillik harakati deb atagan va boshqalarmi har xil ko'z bilan bu mustaqillik harakati deb tushungan Angliya va boshqa davlatlarmi shu vaqtning o'zida. Endi shu vaqtning o'zidagi bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining bunda qurilmasidan qaraganda bu qandaqdir avam xalqning bir qo'zg'olonida ko'rilgan bo'lsa, bu barbara bir ideyaviy asosga ega bo'ldi bu. Xo'sh. Masalan, Qumul tog'larida Xo'janiyaz hojimdan burun Sali Dorg'ul boshildi-ku qo'zg'olon oldi. Keyin Xo'janiyaz hojim keyin qo'shildi uningga, qo'shilib rahbariga aylandi. Buning boshlanish jarayonidan qaraganda bularda dastlabda jumhuriyat ideya bo'lmagan. Ma'lum mezgildan keyin ularda jumhuriyat, davlat qurish, davlat qurgandimi jumhuriyat qurish ideyasi bo'lgan. Masalan, shu vaqtdagi Xo'janiyaz hojim rahbarligidagi Qumul tog'laridagi shu qo'zg'olonchilarning ularni dastlab qadamda o'zining bir hokimiyat qurilmasini qurib chiqib, ular tashqi Mong'oliyaga va elchilarni evatgan, xat evatgan chaqda ular o'zining hukumatini jumhuriyat deb atagan, jumhuriyat atalg'usini ishlatgan. Ular shu vaqtning o'zida. Keyin bu andan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bo'ldi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati degan atalg'ular qo'llandi. Buning hammasi nima deganda inqilob qadam-qadam ideyaviylashib, ideyaviy asosga ega bo'lib, buningga har xil ideyaviy fikrdagi odamlar qatnashib, bu haliqi mukammallash darajasiga qarab maqdi. Chunki har qanday bir harakatning ideyaviy asosi bo'lmasa, u istiqillik harakat bo'ldi. Shundami? Albatta. Shuni qilgan. Bu qaraganda mening ko'zlashimcha bu harakat 30-yillarda kurash tarixi bu bir milliy gullanish, milliy mustaqillik ideyasi asosiy gavda bo'lgan musulmonlarning islomiy bir harakati bu tek-tek naqlda. Shuning uchun bu davlatga islom jumhuriyati atalg'usini qo'shdi. Jumhuriyat bilan islom, islomiy bu ikki fikr, ideya girallashdi buningda. Xo'sh. Bu bir-biridan ayirib etgani yo'q buningda. Sabit tomonlarning zaruatlari. Qurg'uni yo'q. Shuning uchun bu Turkiya bilan yaxshi munosabat o'rnatishga tirishdi. Shu vaqtdagi Turkiya Jumhuriyatining davlatchilik modellarini qabul qildi ular, usullarini qabul qildi. Turli shu vaqtdagi yangi qurilgan jumhuriyatchilik fikrlarini mushningda ular mujassamlashtirishga tirishdi. Chunki bu jumhuriyatning hokimiyat qurilmasiga qatnashgan odamlarning tarkibidan qaraganda farg'onaliklar bo'lsin, buning qatnashgan o'zbeklar yoki uyg'urlar bo'lsin, sabita mollamlar bo'lsin, bularning hammasi shu davrning eng ilg'or jadid ideyasidagi, zamonaviy ong tafakkur ideyasidagi insonlar. Shu musulmon dunyosidagi, o'rta sharqdagi, o'rta Osiyodagi milliy uyg'unish, milliy gullanish harakatlarini tushungan, bilgan odamlar. Shu xarakter jihatdan olganda bu keyingi qatimdagi 44-yildagi inqilobga ta'sir yetkazdi. Bularning nazariy asosi. Bularningki. To'g'ri. Mening qarashim shu. Buni albatta bu ayrim tema bo'lganligi uchun albatta, ya'ni ayrim so'zishimiz, ammo bugun sizning suhbatingizning umumiy savollaringizga haqiqatan. Balki suhbatimiz tugasligi mumkin agar unda konkret tushsa. Albatta. Yani deganimizdek bo'lib shu ikki jumhuriyatimizning yani tafsili oldikandagi voqeliklarni bir uzun bir qismliq bir suhbat qilishimiz kerakmi buni? Inshaalloh men tayyorman qilishga. Şun qisqa so'z so'rab o'tyapman hozir. Endi ikkinchi jumhuriyatga kelsak, 44-yildan 49-yilgacha. Buni albatta Abay deganimizdek nihoyatda tafsiliy holatda tilga elib o'tdingiz hamda. Shu 47-48-yillardagi istutaksiz kurash deb tafsiliy bayon qilgan boblar hamda. Bu davrdagi siyosiy tirkishning sizcha hamda bugungi shu siyosiy vaziyatimiz uchun
ep kelgen berdigan eng çoğ savıqı nima dep qaraysiz? Endi bu ikkinchi qatimliq 44dan 49gacha bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston inqilobi hamda ba'zi odamlar deydi bu 46-yil 6-oydan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti yo'q, tugagan deydi. Bu Xitoy tarixchilarining hammasi shunday qaraydi uningga va boshqa bir qism tarixchilar qaraydi, ammo men tarixiy manbalarga, materiallarga va nurg'un asoslarga tayanib turib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston inqilobi hukumati, shu vaqtdagi hukumat, mustaqil hokimiyat toki 49-yilning oxirisigacha mavjud bo'lgan deyman. Uni u qandaq nom bilan atalsin, qandaq shaklda chiqqan bo'lsin, keyingi bosqichlarda. Shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining 11-oyning 12-kuni olgan yeshil ay yulduzliq davlat bayrog'i toki 49-yilning oxirisigacha esiqliq lapildidi. Shu bayroq qachon ilib etilsa, bu hukumat tugagan bo'ldi. Xo'sh. Chunki hukumatning bayrog'i bo'ldi. Bayrog olmagan bo'lsa, hukumat olmaydi. Shundaymi? Demak, 49-yilning oxirisigacha mushu bayroq lapildidi bu yerda. Shunda bo'lganligi uchun mening ko'z qarashim faktlar bo'yicha Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti toki 49ning oxirisigacha mavjud bo'ldi. O'zining yana bir bosqichini davomlashtirdi 46dan keyin. Uning har bir davrda o'zining bir bosqichi bor. U bosqich shu vaqtdagi xalqaro munosabatlarga, xalqaro aloqalarga, Sovet ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabati, Sovetlarning G'arb bilan bo'lgan munosabati, Sharqiy Turkiston xalqining shu vaqtdagi milliy mustaqilchilarning Sharq Turkiston Cumhuriyetining Sovetlar bilan bo'lgan aloqalari qatorliq nurg'un xalqaroliq o'zgarishlarga qarab, qadamma-qadam, yilma-yil bu taraqqiyot shuning qarab yuzlanib mangan. U hargizmi tana o'z oldiga taraqqiyot yo'nalish bo'yicha mangan emas. Chunki bu hukumat Markaziy Osiyo rayonida tana yigana dunyoning bir o'ttirisida yigani mavjud bo'lgan. Uning ustiga cho'ng qudratli kuchlar orasida mavjud bo'lgan. Uning ustiga cho'ng qudratli kuchlardan Sovetlar ittifoqiga tayangan. Ham tayanmaymi mumkin emas deydi shu vaqtning sharoitida. Shu sharoitga tayanib mavjud bo'lganishqa uning taqdiri ana shu munosabatlarningki taraqqiyot xulosasining bir qismi shaklda oxirlashdi. Bu o'zining xulosasi emas bu. Xo'sh. Endi 47-yilga kelsak, bu 47-yil 46-yilgacha bo'lgan bosqich Sharq Turkiston Cumhuriyetining mana bu 7-8 tomlarda jami 1800 bab nay tafsili bayon qilindi. Buningda masalan qarasam, mana buningda masalan inqilobning birinchi kundan tortib buning sabablari, masalan birinchi bob deylik, ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining manbasi dedik. Andan keyin bu nechilagan paragraf bor, ayrim-ayrim. Masalan, ikkinchi bob desak, ilida qo'zg'alan va Sharq Turkiston Cumhuriyetining dunyoga kelishi dedik. 4-bobni olsak, masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining qurilishi va uning tarkibi deb atadik. Shunga o'xshash har bir bobning tarkibida nechilagan paragraf, ya'ni ayrim nechilagan mazmunlar bor-da. Shunda bo'lganda har bir mazmunda har bir detalliq, har bir masala haqida tafsili bayon qilingan. Masalan, mush kitobning o'zida taxminan 300 dan ortiq ayrim mavzu bor. Bu o'zi 14 bob, bu 7-tom 14 bob. Bu o'zi jami qarasangiz hozir bu yerda bu ingliz qo'shganda mana bu jami hozir qarg'inimizda 840 bat mana bu. 840 batda toki 43-yilning oxirisidan tortib 44-yilningki 6-oygacha bo'lgan butun jarayon bayon qilindi. Mana 8-tomda 44-yil 45-yil 6-oydan toki 46-yil 6-oyning oxirisigacha 46-yil 7-oyning birinchi kuni tinchlik suhbatining xulosasi chiqib, eng oxirida birlashma hukumat, ya'ni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti taraf bilan Xitoy Gomindang markaziy hukumati, ya'ni Urumchidagi Gomindang hukumati emas, Nanjingdagi Xitoyning markaziy hukumatining vakillari bilan G'uljidagi Sharqiy Turkiston hukumatining tanlagan vakillarining birlashishi asosida, ularning suhbat asosida birlashma qo'shma shaklda qurilgan hukumat qurilgan. Shuning uchun bo'lgan shu jarayonlar tafsili birma-bir bayon qilingan. Bu taxminan 1000 ga oid mavzu bu.
Demek ki hem de mana muşlarning hammasini biz tafsili yo'rtib chiqdik, hammasini bir-birlab ko'rsatdik. Hem de 47-yil deganimiz kitobning 10-tomi qo'lingizda turibdi. 10-tomda mana bu 700 betga yaqin. Buningda ana shu Birlashma hukumat davridagi Ahmadjon Qosim Mavun rais bo'lgan, Jiang Jizhong rais bo'lgan shu Birlashma hukumatdagi istiqsiz kurash, ya'ni siyosiy kurash. G'ulji Sharq Turkiston hukumati vakillari bilan Gomindang hukumati vakillari o'rtasidagi to'qinish. Butun Sharqiy Turkistondagi to'qinish. U vaqtdagi Sharqiy Turkiston G'ulji hukumatining ili hukumatining asosiy mavqesi tinchlik yo'li bilan, saylam yo'li bilan butun Sharqiy Turkistonning janubdagi 7 viloyatning Xitoyning qo'lidagi 7 viloyatning saylam orqali, erkin saylam orqali huquqini qo'lga olish. Chunki 44-yildagi Gomindang shu vaqtdagi Xitoy hukumatining Urumchi saqchi idorasining nopus statistikasi bo'yicha olganda bir tekshirganman kitobimning 7-tomida tafsili kirgizdim. Har bir joydagi millat nopusi tafsili berilgan. Shu bo'yicha olganda butun Sharqiy Turkiston, Xinjiang Xitoyning atishi bo'yicha bu joyda aran 200 ming Xitoy aholisi var. Uyg'urlar 3 milliondan ortiq Uyg'ur aholisi var. Shularning statistikasi bo'yicha janubda Qarshiya viloyati 5 viloyat, Turpan viloyati, Qarshiya viloyati, Aqsu viloyati, Qashqa viloyati, Yakan viloyati, Xotan viloyatidan iborat 5 viloyatda Qarshiyadan boshlab yashaydigan Xanzu, ya'ni Xan Xitoy aholisining puhraning nopusi 10 mingga yetmaydi. 10 ming odamga yetmaydi. Qashqaning 9 nayisining hammasida har bir nayida 10dan 20dan Xanzu Xitoy aholisi yashagan. Xotanda alsak 600 mingdan ortiq nopusning ichida 1000ga yetmagan Xanzu aholisi. Qashqada 1 millionga yaqin Uyg'ur nopusning ichida 2000ga yetmagan Xanzu Xitoy aholisi var. Aqsu viloyatida 1200dan ortiq Xanzu aholisi. Nurg'un joyda yo'qning o'ndan. Lekin shuning uchun bo'lgan orliqda butun hokimiyat, idora, nayi hakimleri hemmisi başlıklar, sakçı başlıkları hemmisi Xitoylar, Xanzulardan kurulgan. Teşkillendi. Bir nayda 10 olsa, 10 Xanzu olsa, onun hakimi Xitoy. Onunki mavullardan bazı joyda bir Uyg'urni qo'yib qo'ygan yoki yo'q. Sakçı idorasining boshlig'i Xitoy bo'lgan, Xanzu bo'lgan. Andan ikki katib u bo'ldi, Xitoy tishiltida. Qolgan 100 minglagan Uyg'urlar bor. Shularning boshqurishi ostida yashaydi. 46-yildagi bitimdan keyin Ahmadjon Qosimi qatorliq bular Xitoy taraf bilan elishib, biz mush bitim bo'yicha qo'lga keltirgan saylam, erkin saylam huquqi bo'yicha butun Xinjiang bo'yicha, Sharq Turkiston bo'yicha saylam elib bormiz. Janubdagi chunki 3 viloyat Sharq Turkiston ozod u yer. Shundaymi? Mustaqil ay yulduzliq bayroq Manas daryosining bu tarafida lapildaglik. Manas daryosining bu tarafiga bitim bo'lgan bilan bir dona Gomindang askari, Xitoy askari Manas daryosining g'arbiga o'tolmagan. Yani şu çegiri pasıl var. Bu taraf 3 vilayet Şarkı Türkistan'ın bayrağı astida, o tarafı Gomindang'ın devlet bayrağı astida ürüm çöküm kontrol kıldı. Mana şu vaqtda Ahmadjon Qosimiylar saylam arqılıq nailada saylam ötküzüp bütün hukukunu Uyg'urlar o'zi qo'lga olish kerak deganda. Bu yoqda saylam ko'rishi bo'lgan. Bu Xotanda bo'lgan bu saylam, Yakanda bo'lgan, Qashqada bo'lgan, viloyat nailada bo'lgan. Xitoy taraf, Gomindang taraf bazı Uyg'urlar onun için nurg'un o'zining g'alchillari var. Bular orqali saylamda Xitoy tarafning adamlarini chiqarishga harakat qildi bo'lgan. ili taraf Ahmadjon Qosimi qatorliqlarning vakillari bo'lsa, Sharq Turkiston inqilobchilari bo'lsa, yerlik millatchi parvarlar, bular Uyg'urlar saylamda o'tib chiqsin degan. Chunki hokim Uyg'ur bo'lgandan keyin u nayning hammasini Uyg'urlar o'zi boshqurdi degan. O burunqidek bir Xitoy Xanzu hokim, Xitoy hokim, Xan hokim 100 minglagan Uyg'urni Yanzingshing davridagi 17 yillik tragediya. 20-30 mingga yetmaydigan Xitoy aholisining necha million odamni boshqarishi. Bu tragediyani oxirlashtirmoqchi bular saylam orqali. Ana keyin asta-asta qadam 3 viloyat bilan Sharq Turkiston bilan bir gavda qilib o'tish. Mana bu kurash siyosiy kurash bosqichi bo'lganligi uchun Xitoy taraf bilan bular orasida nayt uzun mezgil 47-yillarda kurash bo'ldi. Bu jarayonda bu 3 apandim, Mas'ud apandim, Isa apandim, bu Mehmet Emin Bug'ra apandimlarni Xitoy taraf ularni mumkin qadar hokimiyatga ularni chiqarib Mas'ud apandimni o'lka rais qilib tiklab, bu orqali ili yana Sharq Turkistonchilar bilan mustaqilchilar bilan ular orasida ziddiyat chiqarishga urindi, taktik qo'llandi. Jiang Jizhong o'zining aslimasi deydi. Men bu konservativlar bilan bu radikallar orasini
Голжи инқилапчыларында радикалла деген, аланы консервативла деген. Бұланы тазы ұрыштодым деп yazıldı. Bir-birine ziddiyetki saldım деп yazıldı. Sağan. Mana bu basqışlarını 47-ci illərdə şu basqış ötdü. Bir yerde əlbəttə Sovet İttifaqının siyasəti var, Xitay bilan siyasətinin özgürüşü. Nurgulluğun amillər var. Benim kitabımның mana bu 10-cu tomda mana muşu jarayonlar təfsili. Yəni təfsili olğan həm obyektiv yoritishga tirishildi. Yəni heç qaysi tərəfə yan basmaslıq prinsipi bo'yicha. Yəni heç qaysi bir tərəfni qarğulacha ayıplash emas. Bu mandati, bu andati, bunun əsli mandati degan nuqtadan fakt ko'rsatib berishga tirishdik. Chunki biz tarixdagi bu voqealarimizga baho berganda uni nuqul bir ko'z bilan baho bersak bo'lmaydi. Yoki bugungi siyosiy tushuncha bilan, bugungi dunyo ko'z qarashlari bilan 20-asrning 30-yillarni, 40-yillarni bog'lig'ini olmaydi. Men qo'llangan choram shu. 11-tomidami shu davrlar bayon qilindi. Anondan keyin 11-tomida oxir 49-yili Xitoy kommunist qo'shinlarining Sharqiy Turkistonga kirishi, mana bu 11-tom e'lon. Mana 11-tom mana bu 775. Mana bu 11-tom Stalin Mao ittifoqi Ahmedjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'oliyat. Bu qo'yilgan mavzu Uyg'ur umumiy tarixining. Buningda endi tek naganda buningda shu 49-yilning eng oxirgi 6-oylardan toki 49-yilning oxiri 12-oyning oxirisigacha 50-yilgacha bo'lgan jarayonlar 6 oylik jarayon mal bu 765 da bayon qilindi. Xitoy kommunistlar qanday bo'lib Sharq Turkistonga ega bo'la oldi? Liu Shaoqining Moskva ziyoratidagi maxfiy sirlar, qarorlar, Ahmedjon Qosimiylarni nima uchun Moskva Beijingga berishga taklif qildi? Xitoy nimishga vakilini G'uljiga vatdi, nimishga dastlabda Urumchiga emas. Bularning zaten aeroplanda mangdimi nim bo'ldi? Nima hodisiga uchradi? Nada o'ldi? Qanday o'ldi? Buning arqa ko'rinishi nima? Degandek nurg'un masalalar mana shu bobda bayon qilindi. Shu tomda bayon qilindi. Ahmedjonning o'lim voqealarini tafsili bayon qilindi. Albatta, Ahmedjon Qosimiy qatorliqlar mening qarashim bo'yicha va nurg'unlagan tarixchilarning bo'libmi, men mush tarixni o'rgangan, tadqiq qilgan ba'zi rus tarixchilari bilan bo'lgan suhbatlarimda egallashimcha, Ahmedjon Qosimiy qatorliqlar o'lgan emas, o'ltirilgan degan yakun bor. Qandaq usulda, nada, qandaq shaklda u maxfiy. Qanday bo'ldi, kimning qarori bu maxfiy. Uni u hozircha uning tafsiloti oshkorlanadigan sir emas hozircha. Ammo oshkorlanmaydigan sir bo'lmaydi dunyoda. Shunga o'xshash bular tafsili bayon qilindi mush kitobda. Shuning uchun mavzusi mana shunday qo'yildi. Bu 765 da mana shu 6 oyni biz yoritdik tafsili faktlar, Rus Sovet arxivlari, shu vaqtda Amerikaning ba'zi hujjatlari, Tayvanda Gomindangning arxiv hujjatlari ve tədqiqatçılarının yazğanları hər xil tildə, Rusça, Xitayca, İngilizcə. Hətta mən bu kitabın yazışı üçün Qazaxlarının yazğanlarını oxub çıxdım. Qazaxlarının yazğanlarını Qazaxçısını oxub çıxdım. Qırğızlarının yazğanlarını Qırğızçını oxub çıxdım. Məsələn, General İssaqbek deyən Qırğız kitablar var. İssaqbek'nin evladı yazıb çıxan, Qırğızstanda çıxan, Qırğız dildə yazılған kitab. Şunu oxub çıxdım da əmdi. Bilməyən sözlərini ügünüp durup bir okup çıktık. Maşallah. Halbuki məqsələ bir tərəflimilik bopqanmı soğan bu tarixilik. Xoş. Degen noktadan. Mana şundaq bir jarayonlardı. Hakikaten yani. Doktorum da hakikaten Xitayninki qandaq tarix burmanaydiganligini hamımız bilemiz. Bu hakikaten bunchilik cho'ng katta ajrning natijasida ro'yobga chiqqan bu kitob. Oxirida savolimning oxiridan bormi boshqa tillarga tarjima qilish masalasida. Sizcha shu Xitoyning tarix burmalash harakatiga qandaq bir akademik qo'rg'on bo'ldi deb qaraysiz? Endi men eserim mundaq akademik qo'rg'on bo'ldi. Mundaq mustahkam qo'rg'on deb men o'zim kesib aytolmayman. Bunu qanday qo'rg'on bo'ldi deb aytquchi o'qirman. Anadaki Muşsa'nın tədqiqatçıları. Bu əsərdəki ottara qoyulğan göz qarashlar, nöqtə nəzərlər, əsərinin ilmiligi, ilmi quvvəti, şunda mı? Fakt asası, material asası, mənbə asası, tədqiqat metodologiyası, qatarlıq nurgun ölçəmləri var.
Bu ölçemler Xalqaralıq Akademiya ölçüm boyunca belgilendi. Xoş, xoş. Eğer ben bunu bir hissiyatlar toplamı kılıp yazıp çıkan bolsam, üzümün səbi yoki yüzaki yoki bir taraflamalık düşüncelerimnin toplamını yazıp çıkan bolsam, öyle menbeni göstermey, o ayrı mesele болады. Onu xalqaraga çıkış təs oladu. Hem de inşallah bu kitabınki başka çoğun tillardikisi tayyor nusxaları ertegen inşallah pat yakında görüşünü başlayısılar. Ne çıkıl tillardikisini görüşünü başlayısılar. Xudayım bursa. Allah nasip qilsa az kaldı. O vaxtda da xalqaralıq akademiklər bu kitaplarga yeniden bahalap çıkıdı. Ben şu sualımın ahırda bugünkü programın ahırda aslında bu kitapның xabari çıkkan vaxtımda mesela Slavyan yazıqıdımı beslişqe başlığanlığını anladım. Bunu başka İngilizce, Türkçe degandek başka tillarga tarjima qilinishinin ki bizning da'voyimiz uchun menda muhim ekanligi haqida bir savolim bor. Siz uchun chiqardingiz, demak bu xizmatlar bo'lyapti degan. Albatta bu xizmatlar bo'lyapti, chunki bu Uyg'ur tilidagi kitap faqat Uyg'ur o'qirmanlar uchun. Ikkinchi biri biz bu kitapni bundaq chiqqan chaqda keyingi avlodlar uchun qoldiryapmiz bu. Xo'sh, xo'sh. Chunki bu bizning bu davr bilan tugamaydi bu. Keyingi avlodlar o'qiydi, foydalanadi. Tarixni o'rganguchilar, tarix qiziquvchilar, tarix haqida o'ylanguvchilar, o'z millatining taqdiri, fojialariga ko'ngil bilguchilar, uni o'ylaguvchilar, u o'zi o'rganib, uningdan foydalansa, u o'zining qanday yakun chiqarsa o'zining ishi. Biz shuning hammani mumkin qadar obyektiv yoritib berishga, to'g'ri yoritib berishga tirishdik, faktli yoritib berishga. O'qirmanning aql iqtidori, tushunish iqtidori uni qanday qabul qilishini belgilaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Agar bu roman bo'lgan bo'lsa, u romanni yani oddiy o'qirmandan tortib o ayrım düşünetti. Bu bir ilmi eser. Farklı taraf. Hem de siz degandek bu eser hem de Orta Asya'da bizning net 100 ming Uyg'ur qarindoshlarimiz var. Mesela Kazakistan'ın özünde devlet statistikası boyunca 300 ming. 5-6 yılın oldida 246 ming deb atagan Sovet İttifaqı yıkılgan 1989 yıllarda Kazakistan'da 181 ming Uyg'ur bor deb Sovet statistikalarida shunday e'lon qilingan edi. Afsuski hozirgacha bu 30-40 yillardan buyon aran ular 300 ming deb e'lon qilinibdi. Ammo nurg'unlagan yerlik tadqiqotchilarning shu yerda Qozog'istondagi Uyg'ur olimlarining ko'rsatishicha amaliyotda bu son uningdan ko'p bo'lishi mumkin deydi. Hatto ba'zilar 500 ming u bu deydi, lekin uning fakti ayrim masalandi. Meylemde Qirg'iziston hukumat statistikasi bo'yicha 60 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Osh, Jalalabad qatorliq bu Janubiy Qirg'izistondagi asli o'zbekligi singib ketgan, o'zbeklashib ketgan koni Qashqariylik Uyg'urlarni hisob qilsak, u 60 ming degan sanoq texmi ko'payib ketdi. O'zbekiston davlatida bo'lsa, hukumat dastlabda 20 necha ming, keyin 19 ming, keyin 30 ming degan sonlarni e'lon qildi. Uyg'ur madaniyat markazlari 60 ming degan sonlarni e'lon qildi. U yerda agarda Farg'ona vodiysidagi 19-asrning 60-yillargacha ko'chib chiqqan Cho'qan Valixonov o'z xotirlarida e'lon qilgan 300 ming Qashqarlik, u chaqda Qashqarlik deydi. Uyg'ur degan atalg'ini ishlatmaydi. Qashqarlikni hisoblaganda ular ko'paysa, davomli 1878-yilda Yoqubbek davlatining yiqilishi bilan Manju Xitoy qo'shinlarining o'chilishidan qo'rqib qochgan Uyg'urlar, minglab Uyg'ur qochgan. 1910-20-30-yilgacha Uyg'urlar har yili Farg'ona vodiysi sobiq Sovet ittifoqi shu vaqtda O'rta Osiyoga yozda medika bo'lib chiqatdi. Top insonlar, nurg'unlar qolgan. Shu buning ichida xalqning nurg'un naqshlari va taqilgan. Anjan yo'lida nima degandek shuna bo'liq. Bularni hisoblaganda bu keyin o'zbek singib ketgan, Farg'ona vodiysi singib ketgan Uyg'urlarni hisoblasak, O'rta Osiyo rayonida bizning, ya'ni Turkiston deb atash kerak degan ideyam o'tirib chiqdi hozir. Turkiya rasmiy qo'ydi. Hamda u joyda O'rta Osiyo deb hozirgacha atilyapti, texi 5 jumhuriyat. Bu yerdagi Uyg'urlarning soni 60-yillar 55-yildan 62-yilgacha ko'chib chiqqan Uyg'urlarni va uning oldidagi Uyg'urlarni qo'shganda bu son bek ko'p bo'lishi tabiiy. Ham shunday joyda hozircha Slavyan yezig'i Qozog'istonda Uyg'ur ma'rifi mavjud bo'lganligi uchun boshlang'uchdan tartib o'ttir maktabgacha matbuot hammasi bo'lganligi uchun Uyg'ur yezig'i shaklida Slavyan yezig'i qo'llanib kelinmoqda. 47-yil qabul qilgan bu yeziq taxminan mana hozir 80 yil bo'lay dedi. Yaqinda ular balkim latinchaga ko'chidi. Shu yerdagi Uyg'urlarning ehtiyojini nazarda tutib,
Қазақстанда bu kitap Slavyan yazıgıda, yani Kiril yazıgıda çıkışkı başlagan hazır 6 tom degidek çıkıp oldu ular. Xoş. Neşir kılınıp oldu. Şunun bilen biz bu Orta Asya rayonundaki Қазақстан, Qırğızistan, Özbekistandaki Uyghur okurmenlerininki ihtiyacı, okuş ihtiyacı qamdılıp gelinip atıdı. Hem bu özümüzün Uyghur tili bərabər, qaysı yazıqdı olsun. Hem bunun başqa tillardaki nüsxası buluş gerek. O hem de mühim. Kitabın İngiliz tilindeki nüsxası dünyaya çıkış gerek. 13 tom eser İngiliz tilinde dünyaya çıksa Uygurlarının mükemmel. 13'lügen tom Türk tilinde çıksa bunu Türk tilindeki akademisyenlerin, tədqiqatçılarının hemmisi körələydi, faydalanaydı. İngiliz tilinde bolsa bütün dünyadaki tədqiqatçılarının hemmisi faydalanaydı. Bunun kim bolsun? Rus tilindeki nüsxası bolsa bu Rus tillik devletler, cumhuriyetler, Orta Asya devletleri ve başka yerdeki tədqiqatçılar hemmisi faydalanaydı. Elbette bunun Japon tilindeki nüsxaları buluş gerek. Bu vaxtda köp hizmetler kılınıp atıdı, işlenip atıdı. Köp bazı onun neticeleri meydana geldi, bazıları tercüme kılınıp oldu, tahrirlenip bulundu, işlenip bulundu. Bu bitti. Bu İngilizce ya ki başka tildeki tercümesi yani yeni bir icadiyet. Demiş ki onu nokul tercüme kıyın olmaydı. Onu yani kayıtıdan tüzütüp çıkışka, bir onu seliştirişka, analiz kılışka, atalgılarını doğrulaşka, halkaralık akademiya ölçüm boyunca her bir ibarelerini doğrulaşka doğru geldi. Bazı nəslərini toluqlaşqa doğru geldi. Şunu biz Uygurcada deyilmey qalğan, toluqlanmay qalğan gəplə bunun İngilizce ve başqa tillardaki nüsxasında köp nəslə toluqlandı. 30%lab uçurlar toluqlandı. İnşallah 2026 yılı bizning g'albilik bir yilimiz bo'ladi bu eserler ana bir qancha xil tillarda bu xabarlarni ko'rishlan degan umiddaman. Yani onun tafsilotini keyin ayrim Elbette. Hakikaten belki gayet zor bir iş ya. Köp rahmet inşallah. Bunun ecri söndürgen, meyli o tercüme başka tillarga kılıngan hizmetler. Hem de koşum çıkıp koysan buldu bu işlerin hemmesini yani üzem kılama. Bu tercümenin işi mi? Qaysı tillarda bolsun, baştan ayak elbette bunun yardımlaşıp atkan adamlar var. Lekin yani hemmesi tekşiriş. Hemmesi okuş, peşin-peş çekit okuş, ögünüş, o hata tercüme kılınıp kalmaslık, tüzütüş, toluklaş, hemmesini onun yani çıkımlarını hal kılış, menbelerini tepiş, yardım kılış, hemmesi yani üzem zimimlik ağan. Yalğız Uygur tildilam emas. Biz demek bir yerde gayet zor bir nimdeyimiz, küçümüzü sarıp kılıvatımız, Allah'a ming şükür aldı bilen belgen güç kuvvetlerine. Demek bizden hiç gündüz nurgun vakitlerimiz, şembi yekşembillerimiz, nurgun demeliş küllerimiz, her bir minutlarımız 30 yıllardan bu yana hazır hem devamlık mana başında kitaplar için ötüdü. Müşünün ola hayatımız bizden ötüdü. Kitaplı tan qeyrivatımız, tan yaşavatımız. Nima degan şerefli hayat yani. Bu biz için şerefli. Elbette. Unda kılmasak eser meydan kelinmeydi, yazılmaydı. Onun İngilizce ya ki başka tillardaki tercümeler meydan gelmeydi. Elbette. İşlegende kilidi. Bunun için yani üzümüz, kılışımız gerek. Doğru. Rabbim hassilab bereket versin. Şimdi bugünküdek şu Uygur kimliki hırsqa duş kelivatkan bir paytda her cihetden de tarix savadsızlığını tügütüş siyasi davadan mı muhim dep qaraydigan fikirler ortaya çıkıp durdu. Sizce bunun qanday qaraysiz? Endi mening ko'z qarashim qanday desangiz, tarixni siyosadan muhim deb qaramayman. Men u muhim, bu muhim emas degan bahoni bermayman. Xo'sh. Hemməsinin o'zgachilik muhimligi bo'ladi. O'zining hemməsinin o'zgachilik bir yetmekçi olgan nişanı bo'ladi, maqsadi bo'ladi. Shundaymi? Xo'sh. Lekin tarix o'tmish tarixiy tajriba saboqlaringiz, o'tmishda besib o'tgan yo'llaringiz, uning g'albillari, uning sha'ni shavkatlari, uning natijalari shu millatning, shundaymi? U bugungi bizning ruhiy tevrigimiz bo'ladi, asosimiz bo'ladi. Demek ki tarix, mana şu to'g'ri tarix, to'g'ri, mükemmel, obyektiv, akademik, yani küçlük faktlar asasga tayangan. Bundaq eserler tarix yoritib berilgan umum ko'rinish, umum kartina tek naganda eng yaxshi kelgüsünün derslikidir. Kelgüsünü siz şunundan belgilaysiz. Xo'sh.
Şuningdan ko'ralaysiz. O'tmishi bo'lmagan bir millatning kelajagining bo'lishi natayın. Biz nimishga faxrlanamiz? Bugungi kunda Uyg'ur millati nimishga ro'yi jihatdan tik tura oladi desa, uning o'tmishi bo'lganligi. Uning shalliq o'tmishi bo'lganligi. Uning o'tmishining hammasi tragediyalik, fojialik bo'lmaganligi. Bizning tariximizning alsaq, faxrlanadigan Qarxonlar sulolasi deymiz, qudratli bir davlatlarni qurgan. Orxon vodisini markaz qilgan Uyg'ur imperiyasi deymiz, qudratli Yevroaziyani kontrol qilgan. Shundaq Yevroaziyaning savdo, iqtisodiy, siyosiy munosabatlarida bir boshlamchi rol o'ynagan bir davlatlar. Keyinki bu bizning ajdodlarimiz, yani bevosita munosabatli Saidiyalar davlati deymiz. Mana shundaq hokimiyat sistemalarining bo'lganligi Uyg'urlarning bugungi kundagi ro'yi turiga. Bizning kitobimizda albatta bu tomlar 20-asr tarixiy qismatlarimizga bag'ishlangan bo'lsa, bizning bu 13 tomlik asrimizninki qolgan tomlari ana shu qadimgi Orxon Uyg'ur davrlari, Hun imperiyasi davri, qadimgi Sharqiy Turkiston Tangritog' vodillari davlatchilik 2000 yillar ilgariki arxeologiyalik davrlardan boshlangan Toshqorollar davriga tutashgan ibtidoiy, shuningdan boshlangan davrlar, keyingi o'rta asrlar davri, dastlabki o'rta asrlar davri, Turfan idi qutlug'i shalliq davlatchilik an'anasiga ega. Qarxonlar sulolasi, hatto Gansu rayondagi shu vaqtdagi Gansu deyilmaydi endi. Bu joydagi Uyg'ur davlati qisqa. Turg'un Almas uni Kansu Uyg'ur davlati deb atadi. Xitoy manbalarida Ganjo Uyg'ur davlati deb ataladi. Mana shu davlatlarning tarixi o'rta asrda, uningdan keyingi bu Mo'ng'ul istilosidan keyingi bu tuzilmalar, Türk xalqlar bilan bu Mo'ng'ul tilli xalqlarning birlashishi, hokimiyat qurilmalari, Chag'atay davri va uningdan keyingi bu xalqlar va boshqalarning hammasini keyingi Saidiyalarning oxirgi bosqichi, Manju Xitoylar ishg'oliyati davri, Manju ishg'oliyatida Xitoyimiz zaten Manju imperiyasining ishg'oliyati ostidagi xalq bo'lgan ayni vaqtda. Ular o'zi. Mana shu tarixlarni biz bir-birlab yurt shuning o'zida hammasini mufassal inshaalloh uni texmi mukammallashtirish planida turyapman. Qisqaroq qilingan joylarni texmi mukammallashtirish. Bular hammasi bayon qilindi. Shuning uchun biz kitobga Uyg'ur umumiy tarixi degan. Yalnız 20-asr emas. Xo'sh. Qadimdan hozirgacha bo'lgan Uyg'urning umumiy tarixi ko'rinishi. Şuna endi bu nuqtadan olgan chaqda men endi keskin turda muhim demayman. Bu tarix, mana to'g'ri tarix Uyg'urlarning milliy gullanishi, buningdan keyingi mavjudligi, buningdan keyingi Uyg'urlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat va boshqa jihatlardagi taraqqiyot yo'lida tarix uni asos bilan ta'minlovchidir. Xo'sh. Alloh razı olsun. Abayma gapingizda biraz tilg'alib o'tib ketdikmi shu sirliq o'limlar 11-tomda yaqinda chiqmoqchi. Ya o chiqib qoldi 11-tomda. Ahmetjon Qosimiyevning o'limiga oid qismi mana bu Stalin Mao ittifoqi 11-tom. Ahmetjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'olot 765 buningda aşı voqealar tafsili bayon qilindi. Albatta o hammasi emas, bir bab shaklida. Siz abay so'zingizda masalan dunyoda oshkorlanmaydigan sir yo'q dedingiz. Masalan söhbətimizin beşidən tilgə aldıq. Mutlaq məxfi Sovet İttifaqının materiallarını gördüm. Yəni Ahmetjon Qosimiyevning öldürülüşü bu məsələ məsələn hazırgacha texi məxfiyyətliki eşib etilməyən sirlər ilə həm badana. Albatta o mening eşib etilgan narsa Sovet İttifaqı yemirilgandan keyin eşib etilgan hujjatlar bu arxivlar. To'g'ri. Endi nima desiniz? O davlat organlari şu joy hukumat ochmagan arxivni onu ko'rish mumkin emas. Xo'sh. O davlatning maxfiyatligi bo'ladi siyosati. Shu arxivlarning hammasiga maxfiy, mutlaq maxfiy, yuksak darajada maxfiy degan tamg'alar bisildi. Ma'lum yil qo'yilamdi uningga. Uningda yil qo'yildi. Manchi yil degan narsa undaqni endi shu davlat o'zining ahvoliga qarab belgilaydi. Shu siyosiy sharoitga qarab turib. Bu Sovet İttifaqının Sharqiy Turkistonga oid arxivlari 30-yillardagi siyosatiga oid arxivlar, 40-yillardagi oid 50-yildan keyingi arxivlarning hammasining darajasi har xil. Arxivlarning xili ko'pi Sovet arxivlarining masalan Garf deydi, davlatlik Rossiya Federatsiyasi davlat arxivi. Anadan boshqa Rossiya Federatsiyasi harbiy arxivi. Rossiya nimasi
Rossiya tashqi siyosat arxivi degandek ashuna arxivlar bor. Shuningda Sharqiy Turkistonga munosabatli sovetlarning Ruslar degan hukm, cho'ng hukmchi, Char podshoning ayrim, keyingi sovetlar Rossiyasining ayrim, bugungi Rossiya ayrimligi buning hukm bo'yicha. O arxivlar burungi vaqtlarda mutlaq maxfiy bo'lgan. Uning ichida bir qismlarni foydalanishga berilgan. Qadam-qadam pash qilingan. Ammo Sovetlar ittifoqi yiqilgandan keyin 90-yillarda nayt ko'p arxivlar Sovet davrining. Sovetning burungi tarix musofirlari siyosiy bostirishlar jinoyat tariqasida qaralgan vaqtida, dastlabki vaqtlarda nayt arxivlar ko'p arxivlar oshkorlangan, ichib o'tilgan. Xo'sh. Ammo yana ba'zi arxivlar ichilmagan. Keyingi vaqtlarda Sovet Rossiyaning siyosatining o'zgarishiga ergishib, Sovet Xitoy munosabatlari va boshqa bugungi dunyo vaziyati asaq, masalan, yana nurg'un arxivlar ba'zi foydalanishdan taqib etilgan, ba'zi arxivlar. Xitoy bilan yaqinlashgan degan arxivlar taqib etilgan. Shuni bu yerda biz kitobimizga foydalangani aslidagi maxfiy arxivlar. Lekin biz foydalana oladigan, ko'ra oladigan arxivlar, ko'gini bo'ladigan, o'zlari oshkorlagan arxivlarda bo'ladi. Men ularning maxfiy arxivxonasiga kirib, ularning maxfiy ocholmaydigan arxivini men ocholmayman uni. Bu ayrim ish bu. Buni da albatta ilgari oshkorlanmagan nurg'un paketlar bo'lishi mumkin. Nurg'un paketlar buning ichida bor-da, bu yerda endi. Shu hukumat o'zi shu Rossiya hukumati oshkorlagan arxivlar, u degani arxivlarni qanday oshkorlaydi desangiz, palani yildan palani yilgacha bo'lgan Bolsheviklar partiyasining palani siyosatiga oid arxiv, palani papka, palani modlar, palani nimalar ichildi deydi. Ular hammani qarab chiqib ochadi. Xo'sh, xo'sh. O eli qarg'ularchilar hammani chechib o'tadigan ish yo'q. Ondan u degan sanoqsiz hujjat papkalar. O okean bir dengiz endi. Shuning ichiga kirib, shuningga oid narsalarni bir-birlab izlab tepib, qezishning o'zi ayrim bir vaqt, ayrim bir siz berib aşağı qildim. Men burungi vaqtida bag'anim bilan jiq narsalarni. Keyingilarni Rus arxivlari o'zi to'plab oshkorlaganlardan oldimda uning uchun. Men bormagan vaqtlarda. Tushundim. Uni ko'rish kerak. Ba'zilarini qo'lda yozsiz ko'rib o'qib turib. Endi hozirgi nurg'un arxivlarni, ular materiallarni oshkora o'zlari nim bo'yicha e'lon qiladi yoki so'zlashsangiz berdi qo'lga manda qilib. Foydalangan. Shunga Ahmadjon Qosimiylarga oid 49-yilninki toki 8-oyga bu 8-oygacha bo'lgan aralıqdagi bir qancha hujjatlar. Masalan 49-yil 7-oyning 29-kuni bo'lsa kerak, esimda kitobimda bor. Sovet Kommunistlar partiyasi markaziy komitetining mushu dingli uchun Xitoy kommunistlar vakilidan birisini G'uljiga evatish, bu Sharq Turkiston inqilobchilari bilan ko'rishtirish, bularni Xitoyning shu qurildigan davlat yig'iniga qatnashtirish haqida bularni nimalar bilan ta'minlash, qatnash bilan ta'minlash unga oid elingan bir hujjat bor. O hujjatda deyilishicha bu ishlarni davlat informatsiya komitetidan, informatsiya komitetiga, uchur komiteti, o shu vaqtdagi davlat bexatarlik komiteti. U palani mas'ul bo'ldi. Bu transport ishlariga davlatlik bu oliy transport, harbiy transport, ya'ni harbiy aviatsiya transporti. Shuning nimasi boshlig'i palani bo'ladi degandek nimalar ko'rsatilgan. Uning qarab turib biz hukm qilamiz deganda Ahmadjon Qosimiyning oxirgi taqdiri demak Moskvaning ana ashundaq bir yurish sistemasi bilan bog'lanishliq deb hukm qilamiz. Shu hujjat kitobimda bor kirgizilgan men tarjimasi bilan. Anadan keyin Danglichunni Moskva taraf G'uljiga Olmut orqali G'uljiga berib, Sharq Turkiston vakillari bilan Ahmadjon Qosimiy qatorliqlar bilan ko'rishtirishga uyushtirish, ularni evatish, sog' salomat G'uljiga evatishga oid bir qancha hujjat bor, odamlarning ismligi. Qolgan narsalar undan keyin to'xtab qolgan. Undan keyingi nozik nuqtalar yo'q. Masalan, G'uljidagi Sovet ittifoqininki konsuli nima? Sovet ittifoqining konsuli shu vaqtda Aristov, Nikolay Aristov degan odam konsul bo'lgan. U hamda yana bir yoqdan Sovet ittifoqining davlat bexatarlik organininki odamida u konsul degan. Xo'sh. Bo'lninki Danglichunni maxfiy G'uljida kutib o'rinlashtirib, anadan keyin 8-oyning 17-kuni 1949-yili Isoqbek uchaylarni Danglichun bilan tunji qatim o'ttirdi ko'rishtirgan
bir jarayon bor. Deng Lichun degan bu Xitoy kommunistlar vakili G'uljiga kelib, toki 2 kungacha, 3 kungacha Ahmadjon Qosimiylar uning bilan ko'rishgan emas. O necha qatimliq telegrammasida men keldim, bu yerdagi yerliklarning rahbarlari bilan, bu yerdagi doilar bilan men ko'rishaman deb bir nusxa telegrammasini Moskvaga, bir nusxa telegrammasini Beijingga yo'llaganda Deng Lichun masalan, telegraf stansiyasini qurib. 17-kuniga kelganda oqshimida, ya'ni taxminan 3 kun hisobida Aran Ahmadjon Qosimiylar Deng Lichun Xitoy vakili bilan ko'rishgan. Demak, mana bu jarayonda nima uchun 3 kun ketdi? Nima uchun ular tez ko'rishmadi? Bu yerda nima deyishdi? Buning g'oyat nurg'un hujjat, maxfiy sirlar yo'q bu yerda. Buni kim bildi deganda, bu Sovetning shu kunlik rekordlarida bor. Ikkinchisi, Deng Lichun Xitoy tarafining rekordida bo'lishi mumkin. Ammo Moskva u chaqda bilmaydigan hech qanday narsa yo'q. Ular qo'l tiqmagan Sharq Turkistonning u chaqda mayli Urumchidagi siyosati bo'lsin, mayli boshqa yerdagi siyosati bo'lsin, hatto Xitoy kommunistlarigacha uning Sharqiy Turkiston Xinjiangga harbiy yurish qilishini, qo'shin boshlab kelishini, sizlar manchin joydan boshlab Xinjiangga yurish qilinglar. Xinjiangni egallanglar deganda ruslarlik Xinjiang atalg'usini ishlatgan. Shu bo'yicha da'vatim men bu yerda. Ya shu hammani Moskva o'zi belgilab bergan. Sizlar hatto kuchingiz yetmasa biz aeroplan yevatimiz. Mabufaning tungan qurolli kuchlarini men bir aeroplan polkini yevatib, havo polki bilan ularni betchit qilib tashlayman. Qo'shinlaringni yetkazib beraman degan. Bu izchil telegrammalar bo'lgan. Bu telegrammalarning bir qismi e'lon qilindi, texnik nurg'unlari e'lon qilinmadi. Men demak, mush e'lon qilingan bilinganlarini asarlarimga kirgizib, nuqul oldi qo'yib qo'yish emas, boshqa manbalar bilan, ya'ni turli kuchurlar bilan Ruslarning o'zining yozgan, ba'zi shu vaqtdagi rus tarixiy shohidlarining yozganlari, Uyg'urlarning yozganlari, ava boshqa millatning shohidlarining ko'rganlari, ya'ni ayrimcha bu aniq. Ularni birlashtirib, analiz qilib biz ma'ni yoritishga tirishdik. Albatta men o Ahmadjonlar manda bo'lgan degan hujjatni men uni ko'rsatib berolmayman. Uni bilishim mumkin emas. Shu. Shuni demoqchiman. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan chorikitibdim, to'xtamay gap qilibsiz. Albatta, xo'shallik bilan. Alloh rozi bo'lsin. Hamda doktor, hamda bu qimmatli asarni hamda Turkiyadagilar yoki dunyoning nardagilar bo'lsa, qandaq erishdi, qandaq setib oldi, nerdan, kimdan? Uni hamda biz chiqargan necha yil bo'ldi, buning tomlari ko'payyapti. Bu da yaqinda yana bir tom chiqadi. U tom 1912-yildan 1928-yilgacha bo'lgan tarix. Ya'ni Yang Zhingshin shu militarisi Xitoyning Sharqiy Turkistonni 17 yil idora qilish. Ya'ni o'zininki so'zi bo'yicha olganda bir tal qalami, bir tal kallasi bilan men bu joyga hukmronlik qildim deydi o'zi. Şunun ili neyranlık siyasetleri, şu vakti Uygurlardaki milli gülleniş, uyg'unish harakatlari, azodlik intilish harakatlari qatorliq nurg'un mazmunlar 713 bet o kitap. Shu bayon qilingan kitap inshaalloh Patiqinda chiqadi. Uni qo'shgan 9 ulida andan qolgan 19-asr Yaqubbek davlati davri, milliy inqiloblar, ular andan ular mutayya, ularni ko'rilyotadi, imlolari tekshiriliyotadi. Ularni bir-birlab chiqaramiz. Endi hozir chiqib bo'lganlar mana mushu ochiq 9 bo'lsa, endi buni setib oldiganlar, o'qiyman, olaman deydiganlar bo'lsa, sizlar orqali aloqalashsa bo'laverdi, bir telefon nomeri bilan-chi. Biz uni yetkazib beramiz bu yerda o kitobni. Tamomman mumkin. Dunyoning har qaysi joylarida. Ko'rmanlarimiz mana aytdi, ko'p rahmat aytib sizga inkaslarni yozib programmamizni ko'rayotgan ko'rmanlarimiz. Hammasiga ko'p rahmat aytamiz ko'rmanlarimiz nomon. Endi yana shunday bir savollar, bu chiqqanda men chiqishga boshlagandim bu yana. Bu kitobni endi sizlardek Amerika, Yevropada yashayotganlar uchun dollar xashlaydiganlar uchun albatta bu kitobning qimmati pul bilan o'lchinadigan bir narsa emas. Türkiye ve başka diyorlarda yaşayotganlar uchun normal kitap bahsidan nechasi qimmat bo'lishini bu savollar tushayotgan bir savollarni ichida. Buni biz so'rab o'taylik, ko'rmanlarimiz buni albatta xohlaydi. Nima uchun bunday qilmasam qimmat to'xtab ketdi? Endi mening qanchalik kalla sarf qilganligim, hayotimni sarf qilganligining uning bahsi yo'q. Albatta. Uning hech kim baho qo'ya olmaydi. Hatto kitobning o'zining da o'ziga baho qo'ya olmaydi. To'g'rimi emas? Uningdan sen qanchalik jiningni sarf qilding hayotingni bu kitoblar uchun degan
sualını qo'ysa ayrim mesele. Shundaymi? Albatta. Hamda kitobni yezishlik maqsad o'qirmanlar o'qisin deymiz. Texim ko'p odamlar bilsin, o'qisin deymiz. Shundaymi? Xo'sh. Lekin har bir kitob bir mablag' bilan chiqadi. Shundaymi? U mablag'ni tepkaguchi, shuni sarf qilguchi yana men o'zim. Shu kitobning mablag'i hech qanday yerdan asarga mablag' kelmaydi. Mablag'ni o'zim tayyorlab, buni setib ikkinchisini qilamiz. Andan bu kitob dunyoning boshqa joylaridagi Yevropa, Amerika va boshqa joylardagi o'qirmanlarga evatimiz. Asli qoida bo'yicha olganda bu kitoblardan biz 300 nusxa 500 batlar besiglik. Lekin Yevropa deymiz, Amerika deymiz va boshqa davlatlardagi sharoiti, imkoniyatlari zo'r bo'lgan o'qirmanlarning umumizlik holda hozirgi dunyoviy ma'vo yuzlanish bo'lgan Uyg'urlardagilar emas, kitob o'qish qizg'inligining to'vallishi, hammadamning social mediaga berilish, hammadamning telefon orqali birini o'qish nimasi bilan odamlarning kitoblarni setib olish nisbatimi tuvan bo'liqliq. Bu kitoblar boshqa davlatlarga mansa zo'r pochta bilan mangadi. Pochta haqqi bilan mangadi. Bu kitoblarni chiqarilish haqqi to'lindi. Pochta orqali to'lindi. Anakin bu kitoblarga boshqa jihatlardan kuch sarf qiluvchilar bor. Uning ichiga uni yasaydiganlar bor, pochtadan sap berdiganlar bor va boshqalar bor. Ularning haqqi berildi. Amaliyotda shu davlatlarga yetkazilgicha, Jiroq Avstraliya deymiz, Amerika deymiz, shu yerlik bir odamning qo'liga yetkicha bu bir kitob nayti jiq puli bilan qo'liga bordi. Agar biz bu kitoblarni mishaning o'zida eng tuvan hozirning asli mening o'yim bo'yicha bu kitoblarni bekorlik taqitib bersam odamlarga yaxshi bo'ladi. Yoki eng tuvan saviyadagi bu kitobning chiqargan bahsi bilan bersam bo'ladi. Lekin unda bo'lsam o'qirmanlarga tengsizlik bo'ladi. O chaqda men dunyoning hamma yeriga odamlarga o'zim pul xarjlab pochtadan sapasam bo'ldi ularga. Xo'sh. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Endi Yevropa davlatlaridagi kitoblarning bahsidan olsak, bundaq 700-800 batlik, 900 batlik bundaq akademik ilmiy tadqiqot asarlari, bunda zo'r hajmli kitoblar u yerning davlatlarda o'z tilida nayt zo'r qimmat bahada setildi u yerda. Azam bo'lmaydi. Biz amaliyotda shu davlatlarda bu kitobning bahalarini shu davlatdagi kitoblarning bahalaridan tuvan bahada setib beryapmiz. Bundaqda. Shuning uchun ham dastlab qadamda bu kitoblar dastlabki nusxalari taqalsin. Adamlarning qo'liga biraqur yasson. Bu kitoblarning hammini chiqarib bo'laylik. Qolgan 13 tom mening planim 13 tom emas, 15 tom bo'ldi degan planim bor, chiqib bo'ladi inshaalloh. Buning rus tilidagi nusxasini inglizcha, turkcha chiqarishning o'zimi bir mablag' talab qiladi. Albatta. Shu mablag'larning hammasi, shularni hal qilishning hammasi, bu masalalarning hammasini hal qilish kimning bo'ynida? Avtorning bo'yinda. Avtorning bo'yinda. Mana mush masalalarni hal qilish. Xo'sh. Shunda bo'lgan sharoitda, chunki mening bu asarlar, mening bu yozgan bu tarix bir odamning tarixi emas, bir shaxsning biografiyasi emas, yoki bir tashkilotga tava emas, yoki bir organga tava emas. Bu butun bir millatga tava. Albatta. Shu millat o'qirmanlari buni hamma yerdan elib o'qish, uni o'zi belgilash kerak. Shu hamda bu kitoblar biraqur 13 tom chiqib bo'lgandan keyin, hammasi bir yo'riq kelib bo'lgandan keyin, boshqa tillardagi tarjimalarimi 11 muvaffaqiyatli o'ttirga chiqish bilan tang, andan biz bu kitobni ikkinchi qadamda eng tuvan bahada, andan yana nurg'un o'quvchilarga, o'qirman yoshlarga bir qismlarga biz taqdim qildik, albatta xiljiq odamga taqdim qilish va boshqa choralarni qo'llaymiz. Endi bu kitoblar dunyoning cho'ng kutubxonalarga hamma yerga kirish kerak aslida. Albatta. O'rinlash kerak. Turkiyaning kutubxonalariga kirish kerak, o'rinlash kerak. To'g'ri. Shuning bu amaliyotda bu kitobni chiqarish, yo'riq chiqarish, dunyoga keltirish men yozgandan keyin bu yolg'iz mening ishim bo'lmasligi kerak aslida. Albatta. Butun millat, butun o'qirmanning, butun odamningki tang qizg'inligi bilan bo'lish kerak. Albatta. Biz bu ekrandan bu kepamizda. Demak, endi bu masalalarning hammini, baho masalasi, odamlarning setib olish kuchi masalasi va boshqa masalalarni tang balans qildigan ishlarni uzun qolmay hal qilib o'tamiz deb o'ylaydigan umidim bor. Inshaalloh. Ko'p rahmat. Bu ekrandan biz albatta butun ko'ruvchilarimiz, dunyoning har qaysi joylaridagi ko'ruvchilarimiz, xalqimiz bas-basda asli buni setib olib hem o'qishi, hem her bir Uyg'urning qo'lda bo'lishi kerak bo'lgan bir kitob ekanligida shak yo'q. Buni chaqirimiz, hem
buningki keyindiki kitoblarning besilishi uchunmi ham avtorga qilingan bir odatdagi bir zarrachilik bir tamchi misali bir yordamimiz, qo'llashimiz bo'ldi aslida qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni bu ekrandan chaqirgan bo'laydi. Programmamizni oxirlashtiraylik doktor. Oxirida siz albatta programning 5-da siz peshqadam bir jurnalistlik hayotini boshdan kechirib, faqat bunchalar zo'r emgakning sirtida ham bu radioda ham uzun yillar u yerda xizmat qildingiz. Biz bu istiqlolga bo'lgan hamda siz bir buyukimiz bo'lishingiz suhbatingiz bilan istiqlol televiziyasiga bo'lgan ko'z qarashingiz, fikringiz, takliflaringiz buni anglasak shuningdek tugatsak programmamiz. Ko'p rahmat sizga. Albatta sizlarningki bu radio programma, TV programmalaringlarni hamda to'liq har kun anglayman deyolmayman, ammo fursat chiqqan chog'larda imkoniyatlar bo'yicha anglayman. Albatta men bu ham konu jurnalist bo'lish suhbatim bilan qilayotgan ishlaringlar texmo natijali bo'lishini umid qilaman. Cho'qim bizmi Uyg'urlarmi nada bo'lsin, xalqaro standart bo'yicha, dunyoviy standart bo'yicha mengishimiz kerak, o'lcham bo'yicha. Jurnalizmning o'zining bir o'lchamlari bo'yicha bu jihatda sizlarning kelgusida texmi cho'ng natija qozona oladiganliginglarga ishlar. Rahmat sizga. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Do'stim shuni oxirlashtiraylik. İnşallah o'z qo'lingiz bilan imzoni ele olay. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi programmamizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan vaqt suvdek o'tib ketdi, ammo nihoyatda qizg'in kayfiyatda nihoyatda go'zal bir suhbat bo'ldi deb qarayman. Ham ko'ruvchilarimizning fikri bu jihatda. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Albatta doktorga bundan keyingi xizmatlarda ham utuq tilash bilan yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.